20. asrdagi tunji islohotchi. Islohot insoniyat tarixidagi yo'riq tema. Islohot yaxshilash, tuzitish, o'zgartish demakdir. Ya'ni vaqti o'tgan koni tuzum, koni madaniyat va koni iddiyalarni zamonga loyiqlashtirib, tuzitib va o'zgartib hayotiy kuchga boy yangi tuzum, yangi madaniyat va yangi iddiyani yaratish yoki umumlashtirishni ko'rsatadi. Islohotning shakli ko'p xil, unumi farqli bo'lsa-mu, biroq o'rtaqligi shuki, barliq islohot intayin mushkullik ichida yurgiziladi. Shunga islohotchilar oldi bilan qo'rqmas jasoratga, yiroqni ko'rar farosatga ega bo'lishi kerak. Bundaq tüp sapani hazırlamagan adamның islohotchi bo'lishi mumkin emas. İnsaniyat tarixidagi barliq dangliq islohotchilar dal mo'shundaq sapoga ega munavvar azamatlardir. 20. asr Uyg'ur tarixidagi tunji islohotchi, mashhur olim Abduqodir Domollam dal mo'shundaq tüp sapoga ega zot edi. Abduqodir Domollamning hayoti, iddiyasining shakllanishi va islohotchilik faoliyatlarini tadqiq qilish bizning 20. asrning boshlaridagi milliy hayotimizga munosabatlik bir qator masalalarni yoritishimizda muhim ahamiyatga ega. Masalan, Uyg'ur jamiyatida jadidlik harakati qachon qandoq boshlangan? Uyg'ur jamiyati tatar ma'rifatchilari qo'zg'agan jadidlik harakatiga ovoz qo'shib iddiyaviy iqim paydo qila olganmi yo'q? Uyg'urlar orasida jadidlik iddiyasiga ega ma'naviy yo'lboshchilar borliqqa kelganmi yo'q? Uyg'ur adabiyotida jadidlik ruhiga ega asarlarni ijod qilish qachon boshlangan? Hozirgi zamon Uyg'ur adabiyotining shakllanishi qandoq ta'sir ostida amalga oshgan? Uyg'urlarning siyosiy engi va milliy engi qachondan boshlab uyg'ongan? Bu bir qator masalalar bizning madaniyat, ma'arif, idiya, adabiyot tariximizga munosabatli masalalardir. Men bu maqolamda Abduqodir Domollamning hayoti, iddiyasining shakllanishi va jadidlik faoliyatlarini bir qadar mantiqliq ravishda bayon qilish orqali bu aniqsiz masalalarga javob berishga tirishdim. Meningcha Abduqodir Domollam davri bo'lgan 1910-yillardagi ma'rifatchilik harakatlarini yoritganda bu masalalarga bir qadar ro'shan javob topqila bo'ladi. Hammamizga ma'lum, İslamiyat tarixida 18-19 asrlar mislsiz fojialik davr hisoblanadi. Chunki bu asrlarda İslamiyat dunyosidagi dunyoviy ikki cho'ng imperiya bo'lgan Turk Osman imperiyasi bilan Turk Mo'g'ul imperiyasi kun sira ojizlashib, qadam-muqaddam zavolliqqa yuzlangan ham oxirgi hisobda biri yo'qitilib, biri lingshib qolgan. O'rta Osiyo o'lkalaridagi Afg'oniston va Eron egizligidagi ushoq islom xonliqlarining holimi o'xshash qismatga mubtalo bo'lgan. Bu asrlarda yana İslamiyatning ishki qismida uzoqdan beri yamrab kelayotgan har qaysi mazhablarning bid'at qarashlari va chakana tashabbuslari kang musulmonlarning aqida e'tiqodlarini izidan chiqarayotgan. Bo'libmi Sopi Inshallah guruhi islom hukmronlarining saltanatiga soljidek choplashib olib, ularning real dunyo haqidagi jangovar qarashlarini chiritayotgan. Tariki dunyolikni eng oliy axloq deb davron silib, ularning ijtimoiy hayot sahnasidan baxt izlash g'oyalarini sirli xiyoliy tuyg'ularidan qanoat izlaydigan ahamiyatsiz urinishlarga buravatgan. Sopi Inshallah guruhining qaymoqtirish kuchi zo'r tashabbuslari, musulmonlar jamoatini izdinish, kurash jasorati kamchil, ma'rifat ruhi sus, aql kuchi zaif, iymoni mujmal, axloq saposi tovan anqov jamoatga aylantirayotgan. Tariki dunyochilik kayfiyati hukmron o'rinda turayotgan bundaq sharoitda yashagan kishilarning ko'pinchisi bara-bara xor-zorliq ko'chisida qiqilib soqilib yashashni har olmaydigan beparvo jamoatga aylangan. Qisqasi, Sopi Inshallohning tariki dunyochilik tashabbuslari
musulmonlarning ko'pinchisini o'rinliq, chechilang'uliq, bo'shangliq, qashanglik illatlarning patqiqiga patirib etgan. Mafudining yaqinqi zamon islom gullanish harakatining avangardi Vahobiylar degan kitobida yozishicha, So'polar davrida islomiyat dunyosi tamoman ularning bo'yoqlari bilan bo'yilib ketgan. Qayerda shahar yoki yezi bo'ladi ekan, u yerda so'polar bor edi. Demak, islomiy hokimiyatlarning zaiflashishi, musulmonlarning tushkunlashishi, islom e'tiqodidagi millatlarning mahkumlikqa yuzlanishi ig'ir tarixiy yuzlanish bo'lib qolgan mushu davrlarda dal buning aksicha hokim millatlar hisoblanadigan Yevropa ellari kun sari qudrat tepib kuchayib bormoqda edi. Ularning ma'rifat ruhi misli ko'rilmagan darajada uyg'onib, raqobat iqtidori eshib har jihatdan qudrat tepib o'tadi. Ularning top zambirak bekitilgan kema paraxotlari dengiz okeanlarni tinimsiz kezib, zamonaviy qo'shinlari saldak yamrab yangidan yangi mustamlika zaminlarni izlamoqda edi. Ularga nisbatan to'limi sirliq ham sehrlik hisoblanadigan sharq ularning bo'ysundirish, talon-taroj qilish nishoni edi. Ular sharqni bo'ysundirish va talon-taroj qilishdan iborat bu maqsadga yetish yo'lida bir-biri bilan tinimsiz baslashyapti. Bo'libmi qora niyati urg'ib turgan Britaniya imperiyasi bilan Char Rossiya imperiyasining bas-basti zamin kengaytishi natijasida İslamiyet dunyosi Shimoliy Afrika, Hindiston cho'ng quruqliqi va O'rta Osiyo zaminida kayni-kaynidan fojialik qismatga duchor bo'lib, qulluq kishanlari bilan chambarchas bog'lanib, umid chirg'i bog'an siri xiralashib, o'zining tarixiy dushmanlarining hukmronligini cheksiz hasrat ilkida qabul qilishga majbur bo'lmoqda edi. Mana mushundaq ig'ir tarixiy kulpat İslamiyet dunyosining tarixiy shon shuhratini, islom ellarining milliy erk huquqini va ma'rifatchilik ruhini asliga keltirish uchun fidokorlik ko'rsatiladigan shir yurak milliy dohilar bilan o't yurak mutafakkurlarning o'ttirg'i chiqib kulpatdan qutulishning yo'llari ustida izlanishini taqozo qildi. 19-asrning oxirgi yerimida borliqqa kelgan Jamoliddin Afg'oni, Shayx Muhammad Abdu vakilligidagi islom uyg'onish harakati va Qrimlik tatar mutafakkur Ismoil G'asfarali vakilligidagi milliy gullanish harakati islomiyat dunyosini g'aflat uyqusidan uyg'otish qo'ng'iriqini chaldi. Shubhisizki, islohot ruhi kuchli islomiyat mutafakkurlarining iddiviy ta'limoti yaqinqi zamon islom gullanish harakatidagi muhim turtki hisoblanadi. Xuddi zamonimizdagi Xanzu tadqiqotchi Saydigo'y aytgandek, islom millatlari ojizlashgan va qul qilishga uchragandan keyin ularning asarlari bu millatlarning jasorati va ishonchini asliga keltirdi. Ularning ulug'var iddiyasi va tinmay kurash qilish ruhi Sharq islom davlatlarining yaqinqi zamondagi gullanishiga yetakchi bo'ldi. Texmi to'g'riroqi ularning ta'limi talash tortishsiz holda Sharqdagi iddiya gullanishining belgisi bo'lib qoldi. 19-asrda islom dunyosiga ko'rsatgan ta'siridan aytganda ular haqiqatanmi dunyoviy mutafakkur hisoblanadi. Chunki ular bira islom davlatiga borsa, shu davlatning zaminidagi chirik hukmronlarga qarshi vatanparvarlikning kuchli inqilob yolqinini tutashtirib etadi. Ularning hayotida kishilarga qoldirgan gavdalik va cho'nqur ta'siri islomiyat dunyosining ittifoqlashishi va uyg'onishini orzu qilish ham mustamlikachilikning tajovuziga qarshi turish tashabbusi hamda mushu yo'lda bosh egmay boturlik bilan kurash qilish ruhidan iborat. Mushu tashabbus asosida ular siyosiy, ijtimoiy va diniy sohadagi bir qator cho'ng masalalarda faylasufning mantiqiy cho'nqurligi va boturligini, siyosatchining yiroqni ko'rarligi va qat'iyligini, diniy islohotchining aql farosati va ochiq yo'riq xislatini ifodaladi. Ular masalani rad qilg'usiz darajada aniq tushunishlik o'ttirg'i qo'yadi.
Ular tabiiy pan ruhi tamamen unutilib ketgan İslamiyet dünyasida tabiiy pan ruhini uyg'otish uchun Allah ikki kitob avatgan. Uning biri Qur'on, yana biri tabiat dunyosidan iborat. Bir muallif yozgan bu ikki kitob bir-biriga zid emas. Shuning uchun tabiatga hurmat qilish, uni o'rganish lozim degan. Ular yana mundaq qaragan. Keyingi kunlarda islom dinining qatoriga har xil tarkibdagi kishilar kirib, har xil ideya formasiyalarni ep kirib, har xil g'ayriy aqidalarni shakllantirib, kishilarning iddiyasini qalaymiqallashtirib qolmasdan kuchli ta'sir va kuch hosil qilib, islom dinini aslidagi aqida va prinsiplardan chatlatibdi. Dinda faol kurash qiladigan ruh tugadi. Ko'niliqqa yepishib olish, passiblik bilan kutish musulmonlarning nasibasi bo'ldi. Vaqtning uzirishi bilan davrning olg'a besiyotgan iqimidan ayrilib qoldi. Shunga ular islohotni dindan boshlash, kishilarning iddiyasi va ideologiyasini o'zgartirishdan boshlash kerak deb qarab, musulmonlarni davrning olg'a besiyotganligini tonishqa, bugungi dunyoda qatorda turmoqchi bo'ladigan jafoliq ishlashga, tirishib ijod qilishga va qurishga, o'tgan kishon shuhratni madhilash bilan mamnun bo'lib yurmasdan, hozirgi zamon fan madaniyatini qabul qilishga chaqirdi. Din bilan fanning, din bilan siyosiyning munosabatini to'g'ri bartaraf qilishni kuchab targ'ib qildi. Ular fan bilan din zid emas. Din fanni inkor qilmaydi, fanmu dinni inkor qilmaydi. Dalillash prinsipi va qonun chiqarish farqlanadi. Yakuni o'xshash. Shunga musulmonlar fan bilan dinni qarama-qarshi qilib qo'ymay, hozirgi zamon fan texnikasini o'rganishi lozim deb qaradi. İslamiyet dunyosidagi ong uyg'onishiga mos qadamda turkiy xalqlar orasidami islohot ideyasi shakllandi. Bu xil ideya jadidlik deb ta'riflandi. Jadidlik zamonaviylashish, yangilash harakati bo'lib, u İslamiyetning qimmat qarashi asosida Yevropaning ilg'or fan madaniyatini o'rganib, uni milliy madaniyatga xizmat qildirishning bir xil ifodasi edi. Jadidlik harakatining bayroqdorlari Rossiyaning Qrim ham Edil Oral bo'ylaridagi tatarlar orasidan chiqqan mashhur mutafakkur islohotchilar edi. Ular turkiy xalqlar duch kelgan tarixiy krizisni hal qilish ustida boshqa turib, Qrim yarim oroli, Edil Oral bo'ylari va O'rta Osiyo o'lkalarida aktiv harakat qildi. İsmail G'asparalining ijtimoiy faoliyatlari uning ong jihatdagi haqiqiy uyg'onishni amalga oshirmay turib, kimning do'st, kimning dushmanligini, nemining zalolat, nemining saodat ekanligini farq etolmaydigan nodon xalqqa kelajakning dog'dam yo'lini ko'rsatkili bo'lmaydiganligini cho'nqur tushunib yetganligida ifodalandi. U Rossiya musulmonlarining taqdiri ustida qayg'urib, Rus hokimiyati turkiy xalqlarning ideya jihatdan turg'un holatga tushib kelishiga sabab bo'ldi deb qaradi. Afsuslanarli shuki, mahkum xalqda zulmni his qiladigan ong bo'lmasa, ular zulmni kundalik turmushining odatdagi mazmuni sifatida his qilib ketaveradi. Zodi qandoq qilganda krizis ingini o'yg'itib, zamonning zaruriyatlarini cho'nqur tushungili, milliy ongni o'yg'itib, hurriyat ruhini shakllantirgili, xurofotlikqa xotimi berib aqidani saplashtirgili, nodonlikni cho'rib tashlab ma'rifat ruhini tikligili, xorliq, ittifoqsizlik, bo'shanglik, qashonlik illatlarini tugatib, gullanish yo'liga qadam qo'yib, oxirida qulluq kishanlarini pachoqlab tashlag'ili bo'ladi. Mana bu İslamiyet dunyosidagi diniy mutafakkurlar bilan milliy dohilar fidokorlik bilan izlanadigan, o'ylanadigan jiddiy masala edi. 20-asrning 10-yillari Qashqarni markaz qilgan holda qanot yaygan milliy uyg'onish harakatining bayroqdori, mashhur jadidchi olim Abduqodir Damollam xalqimiz orasidan chiqqan ana shundoq o'y orzudagi tunji islohotchi mutafakkuri edi. Abduqodir Damollam bilan zamondosh mashhur shoir Tajalli hazratlarining tili bilan aytganda, Abduqodir Damollam nozuklikda ruhga,
irodasining mustahkamligida taqqa, ilmining mo'lliqida dengizga o'xshaydi. Afsuslanarligi milliy hayotimizda intayin muhim rol o'ynagan ijtimoiy islohotchi hisoblanadigan Abduqodir Domollam haqida hozirgacha e'lon qilingan barliq cho'ng kichik asarlarda Abduqodir Domollamning hayot faoliyati mujmallashtirib etilgan. Davr orix ko'rinishi tahlil qilinmagan. Islohotchilik ideyasining shakllanish bosqichlari ro'shan yoritilmagan. Şunu sistemalik bağlanış yok bop qalğan. Bir ideyanın şekillenişi muayyen arqı görünüşdən və muayyen basqışını besib ötüşdən xali bo'lishi mumkin emas. Mən izdinish, dalilləş, muhakime qilish orqali Abduqodir Domollamning faoliyati ideyasining shakllanishidagi arqı görünüş və basqışlarni sistemalik bayon qilishga tirishdim. Abduqodir Domollam 1870-yili Atuşning Mashhadga tutash Bag'iriq kentida dunyoga kelgan. Mashhad Qarxonilar xonligining ulug' xoqoni Sulton Sodiq Bug'roxon bilan uning ustozi Abu Nasr Samoniy dafn qilingan mashhur joy. Tarixda o'tgan saltanat egilari bilan saxovatchi boylar Sulton Sodiq Bug'roxon bilan Abu Nasr Samoniyning hurmati uchun qabrgoh yeniga masjid, madrasa, xonaqolarni bino qilgan. Abduqodir Domollam dastlabki ma'lumotni mana mushiyadagi Haz Sulton madrasasida olgan. Yeshi 20larga ulashganda Qo'qandga chiqib 2 yil o'qigan. Ayni yillarda Buxoroda o'qish allomi bo'lishning yo'li edi. Chunki 15-asrdan keyingi Buxoro islom dini ilmi bo'yicha nopozliq olimlar va mashhur madrasalar to'plangan joy edi. Shunga kishilar Samarqand sayqili olim, Buxoro quvvati islom deb ta'riflashardi. Abduqodir Domollam Atush va Qo'qandda egilagan bilimlariga qanoat qilmay, ilimde kamalatga yetish uchun Buxoroga berib, u yerdagi Abdul Aziz Xon madrasasiga o'qishga kirib, diniy ilmning har qaysi turlari bo'yicha cho'nqur ma'lumot elib qolmasdan, adabiyot, tarix, mantiq, hisob va arab, faris tillarini pishiq egilagan. U Buxoroda Mavlona Abdurazzoq, Buxoro muftisi Evaz Xo'jandi, Qo'qandning Shayxul Islomi Domollo Ulug'xon to'ramlardan dars olgan. Abduqodir Domollam 1907-1909 yillarda bu ustozlarning vafotiga atab yozgan marsiyalarida ularni yuksak hurmat va qoyillik bilan ta'riflagan. Buxoro shahri asrlardan beri islom dunyosining eng muhim ta'lim, tarbiya va madaniyat markazi bo'lib kelgan edi. Mashhur tasavvufchi Bahovuddin Naqshbandi barpo qilgan Naqshbandi iqimining markazi edi. Shunga islom dunyosida Buxoro-i Sharif deb ulug'lanadi. Bu tarixiy va ijtimoiy jarayon Buxoroda madrasa mudarrislari bilan boshqa ulamolar yetakchiligidagi kuchlik bir qadamiychilik aqidasini shakllantirgan edi. Bo'libmi Buxoro amiri Abdulloh Xon zamonida shayxil ulamolikqa taklif qilingan Mirzajon Shirozi dunyoviy pallani o'qitishni cheklash jihatda ulga tiklagan. Bu ulga 3 asr jarayonida keng umumlashgan. Shunga Qrim va Idil Oral bo'ylaridagi tatarlar orasida tez ulg'ayotgan jadidlik fikri iqimi Buxoroda kuchli qarshilikqa uchragan. Bu mutaassib qadamiychilar jadidlikni islomga qarshi bir harakat shaklida ko'radi. Amaliyotda Buxorodagi islom ma'arifi keyingi chaqlarda ko'pincha mengini chiritadigan bilimlarni o'rgatadigan qaloq ma'arif bo'lib qolgan. Buxoro madrasalari ilg'orlik va taraqqiyotni jon jahli bilan chetga qoqadigan ideyani tarqitish bilan tonilgan. Abduqodir Domollam bunda qaloq ma'arifning ziyonliq ta'siridan qanday qutulganligini 1916-yili Shura jurnaliga yozgan adabiy bir musohiba degan maqolasida mundaq bayon qilgan.
Sap vicdanımның və bəzi haqiqatçı zatlarning söz söhbəti həm yol göstərişləri Buxarada ilm təhsil qilish jarayonida hosil bo'lgan xurofotlik va gumonxo'rlik zulumotidan shundoqla mantiq, kalam, falsafa kitoblarining sharh hoshiyalari qatmuqat uzundan uzunga so'zilgan sabsatillaridan hosil bo'lgan xurofot zanjiri kishallaridan aql fikrimni ozod qildi. Abduqodir Domollam bilan suhbatlar qurgan ham uningga yo'l ko'rsatgan haqiqatchi zotlar kimlar edi? Bu haqiqatchi zotlar haqida Abduqodir Domollam aniq qilib mundoq yozgan. Buxoroda hoshiyi xonlikdan zaharlangan aql va fikrimning shifo topmoqligiga yana bir sabab buyuk olimlardan Ibn Taymiya, Ibn Qayyum Javzi, Jamoliddin Afg'oniy va Shayx Muhammad Abdu Hazratlarning asarlarini mutolaa mulohiza qilmoq va hozirgi zamondagi tarjimon, vaqt, shura kabi foydali gazet jurnal maslaklariga agashmak bo'ldi. Buningdan ko'rib olishga bo'ladiki, Abduqodir Domollamning islohot engi va jadidlik iddiasi Buxorodagi o'qishini tugatib qaytib kelgandan keyin shakllanishga boshlagan. Abduqodir Domollam Buxorodagi o'qishini tamomlab 20-asrning g'arbisida Qashqarga qaytib kelgan. Tunji nikohi ko'ngildagidek bo'lmay, ikkinchi qitim Noila ismli qiz bilan to'y qilgan. Uning tunji farzandi Abdul Aziz Mahsum 1903-yili dunyoga kelgan. Abduqodir Domollam o'qishni yangidan tugatib kelgan yosh damolla bo'lish sifati bilan Qashqardagi umumiy iqlim ichiga singib ketgan. U bir holatidagi yangi qarashlarini o'ttirg'a qo'yib ta'sir paydo qilishga petinolmagan. Chunki Yevropa ellarida ma'arif ma'rifatchilik ishlari rosa yuksalayotgan sharoitda Uyg'ur jamiyatida dal buning ta'sirisicha jaholat, ya'ni ong, bilim, fikrda qorong'ulik hukm surayotdi. Abduqodir Domollam Qashqarda bir mazgil mudarrislik qilgandan keyin haj farzini ado qilg'ach chet ellardagi islohot ahvolini bilib kelish maqsadida 1906-yili Makkaga borgan. Hajni ado qilib bo'lgandan keyin Istanbulda 2 oy turib Misrga borgan. O'zining yozishicha Misrda Tatar taliblarning yordamida dongliq yangilikparvar mutafakkur Shayx Rashid Rizo, Alliva jurnalining boshlig'i Mustafa Komil va Tahziriya madrasasining mudiri Sayyid Muhammad Apandi qatorliq zotlar bilan fikrlashgan. İslohot ro'yi kuchlik adib olimlarning asarlarini o'qib, islohotchilik ideyalarini qabul qilgan. U Misrda 2 oy turib, ondan ona vataniga qaytgan. U bu qitim xeli g'ayrat qilib, Qashqar aholisini taraqqiyotga va jadidlik islohotiga dalolat qilishga kirishgan. Uning yoshlarga xos qizg'in hissiyot bilan bo'lgan bu dalolatlari xurofotlik, nadonlik, qashshoqlik uchiga chiqqan mutaassiblikning qatma-qat chang to'zonlariga ko'milib qolgan Qashqar diyorida aksicha unum bergan. Mutaassib o'limalar uningga birdek o'kti qopqan. Ikki o'tiridagi tub ziddiyat madrasa maktablarining o'qitish metodi, saboq usulini va o'qitish mazmunini yangilamaslik masalasiga markazlashgan. Abduqodir Domollam o'qitish usuli va mazmunini yangilashning ahamiyatini tonib yetgan ilg'or zot edi. U mashhur Tatar jadidchilarining ideya tashabbuslaridan xabardor edi. Xonichi o'qitish usuli qatmal bo'lg'achqa jadidchilar qat'iy isloh qilishni talab qiladi. Dongliq Tatar jadidchi olim Rizoiddin ibn Faxriddin saboq usuliga rioyat degan maqolasida kaskin qilib, saboq usuli va tarbiya qoidasi buyuk va shu nisbatda muborak bir fan. Saboq usuliga rioya etmagan muallim o'z e'tiborsizligi sababidan bolalarning zehnlarini azmakdan boshqa bir foyda keltirmas. Bolalarni bundoq muallimlarga bergandan ko'ra o'zining tabiiy holiga qoldirgan yaxshidir.
hozir ta'lim usullarini o'zgartib yengilashga zamon bizlarni taqozo qiladi deb ko'rsatgan. U zot o'qitish mazmunini yengilashning zarurligini ta'kidlab mundoq degan: Rus va paranglarda bo'lgan ajoyib ixtirolarning barchasi foydali ilmlar ta'lim etilmak sababidan maydonga kelgandir. Üstimizdeki ko'ngliklarimiz, ostimizdeki ko'pilarimiz, chanoyu harvalarimiz, hattoki siyohu qog'ozlarimiz, qisqasi yalang'och dinimizdan boshqa nemamiz bor bo'lsa, barchasi shular qo'lidan ishlanib chiqqanligi, ularda tarbiya durust bo'lib, bizlarda durust bo'lmagani uchundir. Lekin bizlar qachongacha alvatanning ro'naq tepishi uchun zarracha foyda keltirmagan kitoblardan saboq bermak bilan balalarning zehnlarini zaharlab, istiqbollarini barbod etarmiz. Ammo Qashqa ulamolari islohot degan atalg'uga Buxoro mudarrislariga o'xshashli so'g'uq qarag'ashqa Abduqodir Domollamni qattiq chatga qiqib yetim qoldirgan. Natijada Abduqodir Domollam Qashqada turolmay 1909-yili yana Qo'qon, Toshkent, Buxoro taraflarga yo'l olgan. Abduqodir Domollam O'rta Osiyo shaharlariga borgandan keyin bu joylardagi yep-yangi jonlanish manzarasini ko'rgan. Qrimlik mutafakkur Ismoil G'osfirali qo'zg'agan jadidlik harakati bu yillarda O'rta Osiyo o'lkalarida jo'sh urib rivojlanyapti. Jadidcha maktablarning soni tez sur'atda ko'payayotdi. Taraqqiy Xurshid degan gazetlar nashr qilinayotdi. Munavvar qori Abdurashid Xon, Abdullah Avloni, Mahmud Xo'ja Bahbubi qatorliq jadidchilar sapning oldida rol o'ynayotdi. Abdurauf Fitrat boshchiligidagi jadidchilar Buxoro amirligi tavasida Buxoro amirining to'sqinligi va besimlariga qaramay, o'qitish sohasiga o'xshash siyosiy sohalardami islohot va uyg'unish vaziyatini yaratishga tirishmoqda edi. Qozon, Orenburg, Ufa qatorliq shaharlardagi tatar ma'rifatchilari bu mezgilda allaburun davrni yetaklaydigan alohida ta'sirga ega ziyolilar qo'shini bo'lib shakllanib bo'lgan edi. Ular oliy maktablarni qurib, gazet jurnallarni chiqarib, kitoblarni nashr qilib, jadidlik harakatini yuqori to'lqinga ko'tarib bo'lgan edi. Ahmad Hodi Mahsudi, Rizoiddin ibn Faxriddin, Yusuf Ahjura, Musa Jarulloh qatorliqlar dahi suhbat jadidchilarga aylangan edi. Baxtga yarasha Abduqodir Domollam Buxoroga borgan mezgilda Buxoro ulamolari iddiyada muayyan darajada o'zgarish yasagan bo'lib, ilgirki usuli jadid haram, uni o'quvchi tahriy degan fatvo o'rniga usuli jadid vojib, uni o'qish zarur degan fatvoni maydonga chiqargan edi. Buxoro tojiklari orasidan chiqqan mashhur jadidchi adib Sadriddin Ayniyning yozishicha, Ismoil G'osfirali 1908-yili Buxoro amirligiga ziyoratga kelganda jadidchi maktab echish masalasini muzokara qilish uchun ulamolarni chaqirgan. Muzokarada Molla Nizomiy degan kishi Buxoro amiri Abdul Ahaddan maktab echishga maxsus o'rin ko'rsatib berishni iltimos qilgan. Muzokaraga qatnashganlar maktabning ismini Ismoiliya qo'yishni o'ttirg'a qo'ygan. Ammo Ismoil G'osfirali buni muvofiq ko'rmay, Buxoro amirining dadasi Muzaffariddinning ismi bo'yicha Muzaffariya qo'yish taklifini bergan. Mana buningdan jadidchi maktab echish Buxoro amirligi tavasida ulamolar va amirning iddiyasidan o'tib, umumiy qizg'inlikqa aylanganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. O'rta Osiyodagi cho'ng shaharlarda jadidlik harakatining bundoq tez jonlanishiga 1905-yildan 1908-yilgacha bo'lgan qisqagina 4 yil ichida Chorrosiya, Iron, Hindiston va Osmon imperiyasida yuz bergan inqiloblar sabab bo'lgan edi. 1904-yili portlagan Chorrosiya bilan Yaponiya o'ttirisidagi urushda Rossiya mag'lub bo'lib, xalqaroda eg'ir ahonatga qolgan. Shu sababdan Char podishahning mustabidligidan norozi bo'lib kelayotgan Peterburg va Moskva shaharlaridagi ziyolilar va ishchilar 1905-yili inqilob qo'zg'agan.
Bu qitimqi inqilob orqali Çar podshoh Nikolay II shu yili 10 ayda oktyabr bayonotini e'lon qilib, Duma tuzumi so'z erkinligi, matbuot erkinligi va yig'ilish erkinligini yo'lga qo'yishga majbur bo'lgan. 3 yil davom qilgan bu xil demokratik siyosiy muhit Çar Rusiyaning zulmini chekayotgan O'rta Osiyodagi xalqlarning milliy va siyosiy engining shakllanishiga kuchli ta'sir ko'rsatgan. Natijada har xil ijtimoiy tashkilotlar borliqqa kelgan. Rossiya inqilobining ta'sirida shu yili Persiya, ya'ni bugungi Eronda burjua inqilobi yuz bergan. Tehron xalqi keng ko'lamli yig'ilish o'tkazib, podshohdan bosh vazirni vazifasidan qoldirishni, islohot olib berishni talab qilgan. Xalq ommasining besimi ostida Persiya podshohi 1906 yili 7 ayda xalqning ishonchidan qolgan vazirni vazifasidan olib tashlagan ham milliy parlament ta'sis qilishga qo'shilgan. 1906 yili 10 ayning 7 kuni Persiyaning birinchi navbatlik milliy parlament yig'ini Tehronda ochilgan. Yig'inda Persiya tarixidagi tunji burjuachi asos qonun ma'qullangan. Uningda mundaq belgilangan: Persiya podshohlik asos qonunliq davlat. Parlament eng oliy huquqliq organ. Fuqarolarning yig'ilish o'tkazish, matbuot, so'z erkinligi va ma'arifdan bahramand bo'lish huquqi bor. Xususiy mulk daxlisiz. Islom dini davlat dini. Persiyadagi o'zgarish İslamiyat dunyosini zilzilaga solgan. Burjuaziya sinfi shakllangan millat va rayonlar bu o'zgarishning ta'siriga kuchli uchragan. Uzoqdan beri Britaniya mustamlikachilarining dardini totib kelayotgan Hindistonda Tilakning rahbarligida 1905 yili millatchi siyosiy tashkilot Hindiston avtonomiya ittifoqi qurilgan. 1906 yili diniy siyosiy tashkilot Hindiston musulmonlar ittifoqi qurilgan. Og'axon raislikka saylangan. Hindistondagi bu inqilobiy tashkilotlar turlik yo'l bilan Britaniya mustamlikachilariga qarshi harakatlarni qanot yaydirgan. Bu tabiiy holda O'rta Osiyo musulmonlarining ijtimoiy harakatlarni qanot yaydirish qizg'inligiga ilhom bergan. 1908 yili lingishib qolgan Osman imperiyasining markazi Istanbulda Birlik va taraqqiyot jamiyatining Mustabid Sultan deb nom olgan Abdulhamid hukmronligiga qarshi qo'zg'agan inqilobi yuz bergan. Inqilob natijasida Sultan Abdulhamid parlament tuzumini yo'lga qo'yishga majbur bo'lgan. Bu inqilob O'rta Osiyodagi Turkiy xalqlar ichidagi ilg'or kuchlarning qalbini zarratlagan. Ular o'zlarining siyosiy, ijtimoiy g'oyasini amalga oshirish yo'llari ustida izlanishga kirishgan. Abduqodir Damollam O'rta Osiyo o'lkalarida 1905 yilidan 1910 yilgacha bo'lgan vaqtda yuz bergan islohot o'zgarishlaridan cho'nqur ilhom olgan. Abduqodir Damollam Qo'qand, Toshkent va Buxoroda bir mezgil turib O'rta Osiyo jadidchilarining islohot tajribalari, jadidlik harakatlari bilan yaqindan tanishgach, Javohirul Iqon, Miftahul Adab nomli kitoblarini bitkizgan. Miftahul Adab 1910 yili Sirajuddin Maxtumning ko'chirgan qo'lyozmasiga asosan Toshkentdagi G'ulomiya matbaasida besilgan. Shu jarayonda Abduqodir Damollam yana Toshkentlik Murod Xo'ja degan kishi Farschadan tarjima qilgan Turkiy Guliston nomli kitobga taklif bilan she'riy taqriz yozgan. Abduqodir Damollam fikri o'tkir, bilimi mo'l, mas'uliyat tuyg'usi ustun, islohot orzusi kuchli kishi bo'lish sifatida O'rta Osiyo jadidchilari bilan cho'nqur munosabat shakllantirgan. O'zining islohot niyatini, jadidchi maktablarni ochish orzusini amalga oshirish uchun Bidoyatus Sarb, Bidayatun Nahvi, Tashilul Hisob qatorliq darsliklarni tuzib, Qashqarlik taraqqiyparvar savdogarlar Nuruzzoda Hoji Muhammad Ali, Abduraymoxun,
Mahmud Aqullahning iqtisodiy yordami bilan Qozon shahridagi millat matbaasiga besib berishga ham Qashqaga avatib berishga topshirib bergan. U Toshkentda turgan mezgilda tuzgan Miftahul Adab nomli kitobining muqaddimasida samimiylik bilan butkul O'rta Osiyo o'lkalaridagi turkiy xalqlarning iqtidorli kishilariga ilgirki yaxshi olimlarning yo'lida mengib manfaatlik ilm va oliy ma'arifni qo'lga keltirishga tirishqaylar deb murojaat qilgan. Bu paketlardan biz Abduqodir Domollamning nopozining kuchayib O'rta Osiyo o'lkalaridagi obro'li o'limalar va jadidchilardan bo'lib qolganligini his qila olamiz. Demak, u ona vatanida topolmagan obro'y inovatni O'rta Osiyo o'lkalarida topgan. Ammo uning tüp g'oyasi ona vatanidagi jaholat tutaklari ichida timis qilib yurgan mazlum qarindoshlarini odamdek ong va orzu bilan o'ziga xo'ja bo'lgan holda yashash yo'liga boshlash edi. Obro'y inovati eshib, ishonchisi kuchayib, g'oyasi pishib yetilgan Abduqodir Domollam 1911-yili Olmata orqali taraqqiyot va yangicha ma'arifni yo'lga qo'yish jihatda Shinjong bo'yicha oldida ketayotgan shahar G'uljiga kelgan. Bu yillarda G'uljida Aka-uka Musobayevlar va G'ulji tavasiga yangidan kelgan tatar ma'rifatchilari ochgan yangicha maktablar dastlabki qadamda shakllangan edi. Abduqodir Domollam G'uljida ilg'orliqqa moyil dangliq o'lama Abdu Mutaali Xalpan bilan suhbatlashib, uningga jadidchilikni tashviq qilgan. Abduqodir Domollamning din bilan fanni birlashtirish, o'qitishga bir qism dunyoviy fanlarni kirgizish, usuli jadidni yo'lga qo'yish tashabbuslari Abdu Mutaali Xalpatimning ishonchini texmi oshirgan. Nadonliq va jaholatga qarshi turib xalqni uyg'otish faoliyatlarini texmi kuchaytgan. Abduqodir Domollam bu qitim O'rta Osiyodagi muhim shaharlarda ziyoratda bo'lib, ayni yillarda O'rta Osiyodagi tatar ma'rifatchilari yo'lga qo'ygan yangicha o'qitish metodi usuli jadidning an'anaviy o'qitish usuli qadamiydan ko'p ilg'or va unumlik ekanligini texmi cho'nqur tonib yetgan. Bu qitim uning jadidlik iddisi haqiqiy ma'noda shakllanib, bu xil yangi islohotni Qashqada ikkilanmasdan yo'lga qo'yish irodasiga kelgan ham 1912-yili Qashqada o'zi bosh bo'lib yangicha maktab ochgan. Qashqa garchi tarixda ilm ma'rifat ochiq sifatida yiroq yaqinga dong chiqargan mashhur shahar bo'lsa-mu, keyingi kunlarga kelganda go'yo ko'z tekkandek eng qoloq shaharlar qatorida sanaladigan bo'lib qolgan. Tatar olimi Noshirvan Yaoshevning so'zi bo'yicha aytganda, tarixda ilm ma'rifat nuri bilan yer ko'k orasini nurga cho'mildirgan bu shahar shu yillarda madaniyat quyoshidan butunlay mahrum holatda jonsiz va harakatsiz o'lik shaharga aylanib qolgan edi. Qashqada madrasa ma'arifi xeyli umumlashgan bo'lsa-mu, lekin ta'lim-tarbiya unumi tovan edi. Sababi o'qitish usuli qatmal, o'qitish mazmuni cho'lti edi. Bundaq madrasa ma'arifining kunsiri ig'irlashayotgan real ijtimoiy krizisni hal qilishga, navbatdagi milliy ehtiyojni qondirishga majoli yetmaydi. O'qitishga sarf qiladigan vaqt ziyoda ko'p edi. Abdurahmon Jamining arab tili nahviga oid kofiyaning izohi bo'lgan sharhi molla kitobini o'qish uchun 5 yil vaqt ketadi. Muqaddimoti mantaqiya, mavhuma yunoniya darslari kuchab o'qitiladi. Sarb, mu'zi, zanjani, avomil qatorliq grammatika kitoblarini 5-6 yillab o'qitadi. Darslarning ichida sof aqidaga yotadigan bilimlarga sal qaralib, tasavvuf namoyandalarining kitoblari kuchab o'qitiladi. Shunga Qashqada gapni hadislar Hofiz bilan Mavlaviy Jamining asarlaridan boshlaydigan har xil latifa va Abu Muslim qatorliqlarning jang qissalarini biladiganlarning hammasi ma'lumoti mo'l bilimlik odam sanaladi. Mushundaq ahvolda Abduqodir Domollam O'rta Osiyo jadidchilariga o'xshash ishni oldi bilan jadidchi maktab echib,
madrasa maarifini o'qitish usuli va mazmuni jihatdan tang isloh qilishdan boshlagan. Kelgusida o'ziga qo'l qanot bo'lishga yaraydi deb qaragan zehni ochiq yosh taliblarni va bir qism shogirdlarni turli amallar bilan chet ellardagi islohot ideyasi bo'yicha o'qitish ep berilayotgan joylarga o'qishga chiqargan. O'qishga chiqarilgan bu o'quvchilarning xarajatini 1911-yili Istanbulda Abdurauf Fitrat, Osman Xo'ja, Abdul Aziz G'uljai, Muqimiddin Bagjani va Sodiq Ashur o'g'li qatorliqlardan tashkil topgan hay'at tarafidan qurilgan Buxoro ma'rifat jamiyati ustiga olgan. Yaponiyalik tadqiqotchi Oyeshi Shinyichiro Qashqadagi yangilik ko'chish harakati nomli maqolasida dono islohotchi ulamo Abduqodir Domollam 1912-yili Qashqa shahrida yangicha maktab ochgan. Abduqodir Domollam Qashqa qatorliq Tangriteg'ining janubidagi Tarim vodisi atrofidagi joylarda musulmonlarni yangicha ma'arifda tarbiyalash uchun o'qituvchi taklif qilish bilan birga har yili Istanbul, Qazon, Ufa, Orenburg qatorliq ilg'or musulmon yurtlariga 10-15 o'quvchi chiqarib turgan deb yozgan. Abduqodir Domollamning islohotchilik ideyasining ro'shan holda kuchayib, faoliyatlarining jonlanib, munavvar bir jadidchiga aylanishida Qrim, Qazon, Ufa, Orenburgdagi tatar ziyolilarining jadidlik faoliyatlari O'rta Osiyo, bo'libmi Toshkent, Samarqanddagi munavvar qori Abdurashidxonga o'xshash ong va orzudagi yosh ulamolarning ma'rifatchilik harakatlari kuchli ta'sir ko'rsatgan. İsmail G'aspralining tilda, fikrda, harakatda birlikni amalga oshirish shuari O'rta Osiyo milliy uyg'onish harakatlarining borliq kelishiga, yangicha maktablarning ta'sis qilinishiga turtki bo'lgan. Har qaysi turkiy tillik millatlarning uyg'ongan ziyolilari o'zlarining milliy g'oyalarini turg'izib, zamonaviylashish, ilg'orlik, taraqqiyot, gullanish yo'llari ustida izlanishga kirishgan. Mutaassiblik bilan ilg'orlik, xurofotlik bilan ma'rifatchilik, tarki dunyolik bilan amaliyatchilik o'ttirisidagi bu kurash nihoyat kaskin ham mushkul bo'lgan. Bu jarayonda milliy g'oyalari pishib yetilgan tatar ma'rifatchilari nihoyat muhim rol o'ynagan. Tarixiy nuqtadan aytganda, tatar ma'rifatchilarining madaniyat jihatdagi uyg'onish harakati Charusiyaning 3 asrdan ortiq vaqt ichida tatarlarning zaminlarini bir-birlab egallab, ularning bir butunligiga va moddiy manfaatiga qo'shilib zarba berishi, e'tiqod va madaniyatiga g'oljirlik bilan ziyonkashlik qilishi natijasida shakllanishga boshlagan. Bundaq zo'r milliy xavf ostida tatar ma'rifatchilari o'zlarining mavjudligini saqlab qolish uchun an'anaviy madaniyat sistemasidagi qaloqliqlarni isloh qilib, İslamiyetning qimmat qarashi bilan g'arbning fan madaniyatini moslashtirishga tutish qilgan. Bu tarixiy uyg'onishni ularning talantli mutafakkurlari bilan faoliyatchan milliy burjuazlari birlikda ro'yobga chiqargan. Ularning uyg'onish harakati O'rta Osiyoda misli ko'rilmagan bir ideyaviy iqlim shakllantirgan. Bog'chisaroy, Qozon, Orenburg, Ufa, Troyski, Astraxan qatorliq tatar shaharlari bu xil ideyaviy iqlimning markazlari bo'lib, jadidchi maktab va nashr buyumlarining ta'siri yiroq yaqindagi qarindosh xalqlar orasida zilzila qo'zg'agan. Abduqodir Domollam adabiy bir musohiba degan maqolasining oxirida tatar ma'rifatchilari nashr qilgan Tarjimon, Vaqt, Shura qatorliq yozish jurnallarning ahamiyatini alohida tilga elib, bu foydali asarlardan bahramand bo'lgan kishining vijdoni ko'nilikdan yuz o'rib, islohot va taraqqiyot yo'lidan qaytmas deb yozgan. Demak, tatar ma'rifatchilarining jonliq, amaliy, unumlik faoliyatlari jadidlik ideyaviy iqlimni urg'utib, milliy uyg'onish harakatini kuchaytgan. 1905-1906 yillari Töven Novgorod va Sankt-Peterburgda tatar ma'rifatchilari boshlamchiligida ochilgan 3 qitimliq islom qurultiyi bu harakatni xalqaroliq ta'sirga ega qilgan.
Dal shu yillarda Britaniya mustamlikchilari o'zlarining Islomiyat dunyosiga bo'lgan qora niyatini sistemalashtirish, mustamlika rayonlarda harbiy g'alabadan tashqari g'alabalarni qo'lga keltirish uchun aldirashmoqda edi. 1906-yili Qohirada chaqirilgan gospel yig'ini xristian dinining islom diniga qaratgan umumyuzlik xiristidan derak bergan. Angliya ishg'oliyatchi doiralarining Misrga qaratgan siyosiy iqtisodiy kontrolliqining tadrijiy kuchayishiga ergishib, g'arb madaniyatining singib kirishimi tezlashgan. Misrda xristian dinini tarqitish uchun g'arb missionerlari Misrga turkumlab yetib kelgan. Bu qitimqi yig'in islom masalasini hal qilish va islomiyatga taqobil turishning usullarini, masalan, doktorxona va dorilatamlarni qurish, maktab selish qatorliq ishlarni nuqtaliq muhokama qilgan. Azhar universitetiga taqobil turish uchun xristian universitetini qurgan. Ular eng muhim vosita shuningdan iboratki, ular o'quvchilarni tanlab g'arbga tarbiya elishga avatish, ular davlatiga qaytgandan keyin gospelni tarqitadigan ideyaviy rahbarlar bo'lishi kerak deb qaror qilishgan. Abduqodir Damollam İslamiyat dunyosi mavjudlik ideologiya jihatlarda jiddiy xirisga duch kelgan o'sha davrda İslamiyat dunyosidagi muhim mutafakkurlar bilan suhbatda bo'lgan ham tatar madaniyat uyg'onishi avjiga chiqqan shaharlarda ziyoratda bo'lgan. U bu jarayonda bu xil xirisni chin ma'nosi bilan to'nib yetgan ham nima qilish zarurligini tushungan tunji Uyg'ur ziyolisi bo'lib qolgan. U ashu ideyaviy to'lqinlarda kurash g'oyasini mustahkamlagan. U o'zining adabiy bir musohiba degan maqolasida G'uljidan vatanimga qaytib avvalgi maslakni davom etib aholini jadidcha islohotlarga va taraqqiyotlarga tashviq targ'ib etdim deb yozgan. Abduqodir Damollam Aqoid Zaruriya nomli asrida aniq qilib mundoq ko'rsatgan. İnsanның xor va zabun bo'lmoqiga sabab nimadir? Ikki narsadir. Biri jaholat va nodonlik. Ikkinchisi tabriq va ixtilofdir. İzzat, obro'y, quvvat nima bilan bo'lar? Ilm, ma'rifat, ittifoqlik bilan bo'lar. Abduqodir Damollam O'rta Osiyo o'lkalarini aylanish, ko'zatish jarayonida o'ylanish, tafakkur qilish orqali oxirgi hisobda yurtning, millatning kulfatlik taqdirini o'ngshash uchun cho'qim ishni ma'arifda, madaniyatda islohot olib berishdan boshlash qaroriga kelgan. U bu xil islohot g'oyasini, ya'ni jadidlik o'y planlarini amalga oshirish uchun 1912-yildan boshlab Qashqarda uyushma qurib, maktab ochib, kitob chiqarib zo'r ta'sir paydo qilgan. Abduqodir Damollamning Qashqarda boshlagan jadidlik harakatining dog'u-dug'isi nihoyat qisqa vaqt ichida Qashqardan olqib ketgan. U bu yangi harakatning Uyg'ur jamiyatidagi yetakchisi sifatida tonilgan. Noshirvan Yaoshev 1915-yili Kuchada tekshirishda bo'lgan mazgilda yozgan xabar maqolasida madaniyat quyoshidan butunlay mahrum qilib jonsiz va harakatsiz yotquchilar kimlar, ular qayerda? Bular chinda 6 shahar musulmonlaridir. Dunyoda bulardanmi to'van qolgan yana bir xalq bo'lmasa kerak. Bu yerda milliy tarix, ona til va milliy adabiyot o'qitadigan maktab, madrasalar yo'q. Bo'simi Buxoro usulida. Mana bu sabablik ular o'zlarining kim ekanliklarini bilmay yurishidi. Bu yerda o'z ona tilida to'g'ri yoza oladigan va o'qiy oladigan va milliy tarixdan xabardor birma kishi yo'q. Faqat Qashqarlik Damulla Abduqodir apandi buning sirtidir deb yozgan. Gerçi Abduqodir Damollam taraqqiyot tarafdorlarining nazarida yuksak atalsimi, ammo bu yosh olimning Qashqardek jaholat tutaklari ichida buruqtirma bo'lib qolgan qaloq shaharda taraqqiyparvarlik g'oyalarini reallikqa aylantira olishi oson emas edi. Abduqodir Damollamga o'ngib qolgan yeri shuki,
Yang Zixin 1912 yılı 5. ayda Şinjanның Ali əməldarlığıga yenidən təyinləngan edi. Şinjan vəziyyəti tolama murakkab edi. U hərbiy özgiriş qilib elini mustaqil idora qilayotgan Xinqay inqilobchilarini, qo'zg'olon ko'tarib Qumul tog'larini so'rayotgan Temir xalifani, Tangritog'ning shimoliy va janubida intayin jonlanib ketgan Gelav xuychilarni yo'qotib, o'zining ojiz hokimiyatini mustahkamlamasa, moliyasi quruqdilib qolgan hukumat xazinasini g'amlamasa bo'lmaydi. Bundaq ahvolda Yang Zixinning Qashqadagi yengiliq ko'nilik talash tortishlarga ko'ngil bo'lgidek cho'lisi yo'q edi. Joylardagi amaldorlarmo siyosiy vaziyatning qayoqqa buriladiganligini ko'zitib, o'zlarining taqdirining qandoq bo'lishidan qayg'urishib o'tishyotdi. Shunga Abduqodir Domollam Yang Zixinning razil siyosatining qarshiligiga uchramay jadidlik harakatini qisqagina bir necha yil davom etkazishga muvaffaq bo'lgan. Lekin mutaassib ulamo inshaalloh zamonga loyiqlashishga jon jahli bilan qarshi turib, o'zlari bilib bilmay Yang Zixinning razil siyosatiga uyg'un yo'l tutgan. Abduqodir Domollamga o'xshash islohot bayrog'ini ko'tarib chiqqan bir odam oldi bilan cho'qim Qashqada yuksak nopuz tiklishi, keng ommaviy asosga ega bo'lishi kerak edi. Afsuski Qashqa mashhur madrasalarmi, tongliq ulamolarmi ko'p qadamiy shahar edi. So'pi inshaallohning ta'sir kuchimi sal chog'lig'ila bo'lmaydigan darajada zo'r edi. Bundaq muhitda yeshi amdili 40 dan halqagan ko'p yillar chet ellarda yurgan Abduqodir Domollamdek bir olimning mutaassiblar tarafidan qarshilanmaydigan ijtimoiy g'oyalarni amalga oshira olishi oson emas edi. Qashqadagi ulamo inshaallohning mutlaq ko'pi tor ma'nodagi ibodatlarga dum tushgan. Uningdan boshqa ishni ortiqcha ham e'tiqodga muxolif deb qaraydigan nazar doirasi tor kishilar edi. Ular dunyo miqyosida islom dini va islom allarining ojizlashganligidan va orqada qolganligidan bexabar edi. Xabari bor degandimi, buning sababi ustida o'ylangudek tafakkur quvvatidan, bunda qabohatlik reallikqa echingudek sap vijdondan, xalqni qul qilg'uvchi zo'ravon zolimlarga qarshi turg'udek g'ayrat shijoatdan mustasno edi. Ular yumshoq ibodatlarni ado qilishib, shuning bilan o'zlarini eng taqvodor hisoblashib, nazr chiroqlarda uzundan uzun duo tilaklarni tilashib, ko'rayotgan kunlariga ming martaba shukr qilishib yuraveradi. Kulpatlik qismatlarning sababi ustida o'ylanish, ofat kabi kelmishlarga chora tadbir izlashning o'rniga uni taqdiri qismat, Allohning irodasi deyishib pozitsiya tutib yashayveradi. Bularning boshchisi jadidlikka o'shmanlik qilishda tonilgan ulamo Salim Domolla edi. U tarix va jo'g'rofiya o'qitish haromdir deb fatvo chiqargan edi. Abduqodir Domollamning o'qitish usuli, o'qitish mazmuni va bid'atlikka yotadigan odatlarni isloh qilish tashabbuslarini burmalab tushundirib, Yahudi Nasaralar Allohning ko'rsatgan yo'lini o'zgartirayotgan, shunga ular dinini isloh qilsa bo'ladi. Bizning dinimiz eng to'g'ri, eng mukammal din. Shunga isloh qilishning hojati yo'q. Bundoq qilish kufrliqdir degandek gaplarni tarqatgan. Bu kishining Qashqadagi uchiga chiqqan mutaassib ekanligini 1914-1916 yillari Qashqa otishlarda yangi ma'arif harakati bilan shug'ullangan turkiyalik Ahmad Kamol apandimi o'z kitobida qaqshab turib tilga olgan. Abduqodir Domollam Qashqaga qaytib kelgan 1912 yili O'rta Osiyo o'lkalaridagi jadidlik harakatining shamollari Qashqaga andiladan yetib kelayotgan. Qashqada an'anaviy islom ma'arifining o'qitish mazmuni va usulini isloh qilish masalasi ustida gap so'zlar bo'layotgan bir chog' edi. O'rta Osiyo va Turkiya qatorliq joylardagi yangi ma'arifning vaziyati bilan pishiq tanishib, jadidlik iddiasi mukammallashgan Abduqodir Domollam yangi ma'arifning homiylari va boshlamchilari bo'lgan aka-uka Musoboyevlarni qizg'in qo'llagan.
Ular bilan mo'rini mo'raga tirab bir sapda turgan. 1914 yilining oxiri ustun atush eksaqda qurilgan Uyg'ur ma'arif tarixidagi tunji muntizim yangicha maktab bo'lgan Darul Muallimin maktabiga zo'r umid bog'lagan. Madrasalarning dogma ta'lim-tarbiya usulini, qarig'ulachi yodlatqizishni asos qiladigan o'qitish shaklini, davr talabiga mos kelmaydigan darsliklarni isloh qilib, jadidcha o'qitishni izchillashtirishni tashabbus qilgan. O'qitish usuli, o'qitish mazmuni, o'qitish materiali qatorliq jihatlarda bir yurish islohotlarni epbagan. Uning bu qitim Qashqarda o'ynagan roli ilgirki yillarda o'ynagan rolidan ko'p eshib ketgan. 1912-yili Junxo Mingo hokimiyati tiklanib, Jumhuriyat tuzumi o'rnatilgandan keyin joylardan Beijingdagi parlamentga vakil saylash haqida uqtirish tarqatgan. Qashqarda Abduqodir Domollamni parlamentga vakil qilib ko'rsatish haqida g'ulg'uli bo'lgan. Buningdan Abduqodir Domollamning Qashqar tavasida kun sayin obro'y tepib, yengillik va ilg'orlikning bayroqdori bo'lib qolganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Abduqodir Domollamning ta'siri bilan yengillik talpingan Qashqar yoshlari O'rta Osiyo o'lkalarida nashr qilinayotgan gazet jurnallarni o'qiydigan qiroatxona ochgan. Jamiyati Islomiya degan nomda ulamolar kengashini qurgan. Bu kengashga Qashqarning atoqliq ulamolardan Molla Islom Domollam, Obul Qosim Axunim, Xonirig'liq Abdug'ofir Axun Maxdum qatorliq zotlar ishtirok qilgan. Jamiyati Xayriyat Islomiya nomida fond ta'sis qilgan. Mutoli'a Hidoyat nomida yangicha maktab ochgan. Tashilul hisob qatorliq o'nlagan darsliklarni tuzib bostirgan. Abduqodir Domollam o'zining jadidlik ideyasi va g'oyasi aks ettirilgan programma xarakterlik muhim asri nasihati ommani yezib bostirib tarqatgan. Bu asar qaratmalik kuchlik, chaqiriq kuchi zo'r, jadidizmlik ruhga boy asar bo'lish sifati bilan shundaqla ideyasining ilg'or tilining ommabopligi bilan Uyg'ur hozirgi zamon ideologiyasi va adabiyoti tarixidagi tunji vakillik asari hisoblanadi. Bu asardan Abduqodir Domollamning islohot ideyasini aniq ko'rib olg'ili bo'ladi. Asarda bu mutafakkur islohotchining an'anaviy islom tusidagi qaloq Uyg'ur jamiyatini zamonning taraqqiyotiga moslashtirishni talab qiladigan kuchlik orzusi aks ettirilgan. Asardan ko'rib olishga bo'ladiki, u dindan tashqari zamonaviylashtirish-nimi, koni andizidagi qatmal diniy hayotnimi qat'iy himoya qilmagan. Faqat g'aflat uyqusiga g'arq bo'lgan an'anaviy jamiyatni hayotiy kuchga ega jo'shqin jamiyatga aylantirishni, idrokqa beparvo qaraydigan nodon jamiyatni ma'rifat ruhiga boy yangi jamiyatga aylantirishni, zaiflashgan, bid'at chirmagan mujmal aqida e'tiqodni kuchlik ham sof hayot prinsipiga aylantirishni orzu qilgan. Abduqodir Domollamning ayni davrning ilg'or ideologiyasi va ma'arif islohotiga yaqindan yondashib vujudga chiqqan yuqori faoliyatlari Qashqarda ilg'orlik tarafdorlari bo'lgan jadidchilar bilan ko'nilik tarafdorlari bo'lgan qadamiychilar o'ttirisidagi farqni ham ziddiyatni ro'shan holda kuchaytgan. Ko'nilik tarafdorlari aksiyatchi hukumatga yaqin, shundaqla ommaviy asosga ega bo'lg'ashqa g'olib kelgan. İlg'orlik tarafdorlarining boshlamchisi bo'lgan Abduqodir Domollam mutaassib mulla Ishallahga tankilanmay murassa qilishga, hatto yo'l qo'yishga majbur bo'lgan. U Shura jurnalining 1915-yili 12-oyning 1-kuni nashr qilingan soniga besilgan Bayoni haqiqat nomli maqolasida Qashqarning mutaassib ulamo Ishallarni qattiq ayiblagan. U bu jahil kuchlarni ulamolar, cho'nglar, rahbarlar deb atab turib, ular ustidan mundaq shikoyat qilgan. Qaysi kuni diyorimizda taraqqiy qilgan madaniyatning muqaddimasi boshlandi, rahbarlarimiz nomidan mazkur madaniyatni o'rganguchilarga la'nat gardi, ozg'ullar degandek fatvolarni yomg'irdak yog'dirishga boshladi.
Bizning tashabbuslarimiz amalga oshmay yakka yagona holatida nazardan chetda qoldirildi. Bizning dalolatimiz bilan yoshlar ijtihod bilan qiroatxona ochdi. Cho'nglar buni mazhab buzudu deb yoptirdi. Islom jamiyati qurdi. Buni dahriyat o'chig'i deb buzdi. Islomning yaxshilik qilish jamiyati xayriyat islomiyani qurib edi. Fitna fasod tarqitadigan markaz deb tashviq qilib yemiravatdi. Nasihati omma ismlik risolani nashr qilsa bid'at deb fatvo qilib bekor qildi. Mutoli'a hidoyat nomida diniy milliy adabiy maktab ochdi. Buni ozg'unlar uyushmasi deb taqtivatdi. Amalsizligimizdan taraqqiy madaniyat ishlarimizdan yuz o'rib rahbarlarimizga agishib rohatlarga erishdik. Shikoyatining oxirini rohatlarga erishdik deb ochiq kinoya bilan ifodalagan Abduqodir Domollam texmi oshirib ta'na qilib shuningdan keyin Jamoliddin Afg'oniy, Shayx Muhammad Abdu, İsmail Beg G'ospironskilarga muyassar bo'lmagan tahsin va opirinlar bizga mansub bo'ldi deb yozgan. Buningdan Qashqa jamiyatida kishini cho'chitadigan qabohatli kuchning mavjudligini, Abduqodir Domollamning naqadar zo'r jasorat bilan bu jahiliyat homiylarga ro'baro turganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. U mazkur maqolasida o'kingan holda madaniyatga oyoq besish haqiqatni tushungan buyuk rahbarlarning yo'l ko'rsatishi bilan yoki qo'shnilardan foydalanish bilan bo'lishi mumkindir deb o'ttirg'a qo'ygan. Buningdan Abduqodir Domollamning qaloq ham bekinma holatda qolgan millatning zamonaviy madaniyat bilan qurollanishini yiroqni ko'rar rahbar bilan jug'rofiylik omilga bog'lab tushunganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Bundaq to'g'ri bilish kishini haqiqatan qoyil qiladi. Jug'rofiylik muhitning millatning tarixiy taraqqiyotiga ko'rsatadigan ta'siri haqiqatan misal qarashga bo'lmaydigan muhim omil. Shunga mashhur German faylasufi Hegel dunyo tarixining taraqqiyot yo'nalishini jug'rofiylik sahnadan ayirib qarag'ili bo'lmaydi deb ko'rsatgan. Chunki zamin bilan insonlar bir-biridan ayrilanmaydi. Jug'rofiylik shartlar bo'lsa insonlarning tarixiy yo'lini, hayotlik xususiyatlarini go'yo taqdirdek belgilaydi. Kelajakka yo'l ko'rsatiladigan haqiqatni tushungan buyuk rahbar ayni zamondagi Uyg'ur jamiyatida bo'lmadi deganda, biz bugungi tarixiy yuksaklikdan shundoq ayta olamizki, faqat Abduqodir Domollamning mushundaq sifatga munosibdir. Abduqodir Domollamning Bayoni haqiqat nomli asari e'lon qilingandan keyin Uyg'ur jamiyatini xeyli atrofli kuzatgan Tatar ziyoli Nushrvan Yaoshev Shura jurnalining 1916-yili 4-oyning 15-kunidagi sonida e'lon qilgan ta'sirat maqolasida Qashqalik Damulla Abduqodir janoblarining Bayoni haqiqat mavzuliq maqolasi besildi. Qashqadek eng qorong'u bir bulungdan shundoq ongliq va kuchli bir olimning chiqib turkcha matbuot orqali haqiqat hollarini bayon qilishi meni eng so'yindirdi. Bu haqda buningdan keyinmi davomli qalam tavritib turishini tilayman deb yozgan. Shura jurnalining muharrirlari Abduqodir Domollamning Bayoni haqiqat degan asriga tahrir ilovasi yozganda, Damulla Abduqodir apandining Javahirul Iqon nomli asrini tunji ko'rgan vaqtimizda muallifni Sham yoki Misr olimlaridan bo'lsa kerak deb hukm qilgan edik. Buxoroda ilm tahsil qilgan peti arab tilida bu darajada fasih va tabiiy qasida yoza oladigan muqtadar olim bo'lishi esimizga kammigan ekan deb qoyil bo'lganligini bildirishgan. 1912-yildan boshlab islohot ishlarini qanot yaydirgan Abduqodir Domollamning bu yillarda Qashqada mutaassib qadamiychilar bilan bo'lgan kurashda murassa qilishga majbur bo'lganligi, uning tamoman yakka yegona qoldirilganligi, so'z chaqiriqlari e'tiborsiz muomalaga uchraganligi va ish faoliyatlari ziyoda to'sqinlikqa duch kelganligidan derak bermaydi albatta.
Abduqadir Damollam 1916-yili Shura jurnalida e'lon qilgan adabiy bir musohiba nomli maqolasida hol hozirda cho'nglarga agashmak yuzasidan Buxoro tartiblari ila mantiq, kalom, falsafa, tadris va mukolimalarga mashg'ul bo'lsam-mu, lekin ziyoli shogirdlarga tafsir, hadis, ilmu amaliyalardan ta'lim bermakdaman deb yozgan. U o'zi bu yillarda ham mudarris, ham Qashqarning muftisi edi. 1914-yilning oxiri Qashqarga kelib, Qashqarda 6 oy turib, 1915-yili Qashqardan ayrilib Toshqo'rg'on orqali O'rta Osiyoga mangan Odil Hikmatbey, Emrullah Bey qatorliq turkiyalik ziyolilar ustuna tushdiki, Bahovuddin Bayning uyidan xo'shlashib Afg'onistonga berish uchun Rossiya tavasiga qarab yo'lga chiqish oldida bo'lgan ishni mundoq yozgan. Artushdan yo'lga chiqish asnosida Qashqar muftisi Hoji Abduqadir Damollamning orqamizdan avatgan bir otliq kishisi bizni jiddiy orqamizga qaytishga da'vat qildi. Mufti apandim bizlar Ruslarning qo'liga asirga tushib qolgan holatni tush ko'ribdi. Shunga Qashqarga qaytishimizni umid qilibdi. Bir narsani tushungandek bo'ldik. Bu tush masalasi emas edi. Mufti apandim bir narsani bilib qolgandek qiladi. Bu turkiyalik ziyolilar Hindistondan Qashqarga Kashmir yo'li bilan kelgan bo'lib, Afg'oniston tarafga chiqadigan yo'lning o'y-cho'nqirini bilmaydi, ham bu joylarni Ruslar qamal qilib olgan bo'lg'achqa xatarlik edi. Haqiqatan ular chegaradan chiqib Ruslarning tutquniga aylangan. Bu bayondagi uchurdan biz shu yillarda, ya'ni 1915-yili Abduqadir Damollam Qashqarning muftisi ekanligini bilib olaymiz. Ahmad Kamolmu o'z kitobida Abduqadir Damollamning mufti ekanligini bildiradigan mundoq bayonlarni yozgan. Shu kuni Abduqadir hojim mufti hazratlari men bilan ko'rish uchun turmaga kelgan edi. Bu zot sharif mening ma'naviy padarim edi. U usuli jadid maktablarda o'qishning durust ekanligi, balki farz ekanligi to'g'riliq Shinjongda tunji qitim fatvo chiqargan fazilatli zot edi. Muftilik islom jamiyatida xelali yuqori martaba, shundaqla oliy imtiyoz edi. Abduqadir Damollam jadidlik yo'lida ching turish turmaslik masalasida ijtimoiy muhitning qattiq besimi sababidan murassachilik yo'lini tutishga majbur bo'lgan bo'lsa-mu, lekin bu uning maydonining, nishonining, g'oyasining o'zgarganligidan derak bermaydi. Uning jadidlik shon shuhrati bu chaqda allaburun Shinjongdan halqib O'rta Osiyo musulmonlari orasiga taralgan edi. Shundoq bo'lg'achqa Qozon shahrida nashr qilingan Shura nomli yarim oylik jurnalning 1916-yilidagi bir sonida Abduqadir Damolla kimdir degan o'chirek e'lon qilingan. Buning bilan uning nomi butkul Turkiy xalqlarga mashhur bo'lib ketgan. U mushu mezgilda sarf nahvi, ya'ni morfologiya, sintaksis, tashilul hisob, ya'ni hisobni osonlashtirish, jug'rofiya ilmi, aqoid zaruriya, ya'ni zarur aqidalar, bidoyatus sarf, ya'ni leksikidan dastlabki asos, bidayatun nahvi, ta'limus sibyan, ya'ni go'daklarga tarbiya, tajvid turkiy qatorliq darsliklarni tuzib, turlik amal chora bilan bostirib, maktab madrasalarni darslik bilan ta'minlagan. 120 kupletlik Muhammas nomli katta asrini yezib, o'zining jamiyat, e'tiqod, axloq, ma'arif haqidagi tashabbuslarini va tanqidiy qarashlarini ifodalagan. Mazmuni cho'nqur, tili go'zal, tanqidiy realizmlik ruhga ega bu asar 1910-yillardagi adabiyot tariximizda yagona asar hisoblanadi. Ayni chog'da Qashqar shahrida Iroq yaqinga nomi mashhur madrasalardan 15 bo'lib,
Abduqodir Damollamning Loypashtoq madrasasi, Qashqadagi Xonliq madrasasi, Eidgoh madrasasi, Oxunoji madrasasi, Qozon madrasasi, Vangliq madrasasi, Bahovuddin Muhtaram madrasasi, Do'rg'ibek madrasasi, Noji Hokimbek madrasasi, Kanji Hoji madrasasi, O'doldi madrasasi qatorliq mashhur madrasalar qatoridan o'rin elib 200 dan ortiq talibi bor mashhur madrasa bo'lgan. 20 asrning boshlari vatan va millatning taqdiri ustida boshqa turgan Uyg'ur bolasi Nazar Xo'ja Abdusamatov o'zining Yo'riq Sohillar nomli asrida 1913-yili 26 yoshida yurti G'aljatdan yo'lga chiqib G'o'ljaga kelib Muzar davini orqali 6 shaharga safar qilganligini yozgan. U safar jarayonida qoldirgan xotirasida Aqsu Uyg'urlarning ijtimoiy ma'naviy fojialarini ko'rib, bu yerdagi Uyg'urlarning istiqboli bak qorong'u, tumanliq ham vahima ichida ekanligini sezdim. Aqsuda ahvol mundoq bo'lsa-mu, boshqa yoqlarda undoq emasdi. Qashqa xalqi xeli taraqqiy qilgan bo'lsa kerak. U yerlarda taraqqiyparvar Musa Boyevlar, Abduqodir Damollamlar bog'u deb o'zlarimizga tasalli berdik deb yozganligini ko'ramiz. Buningdan Abduqodir Damollamning Qashqadagi ijtimoiy taraqqiyot ishlarining avangard sifatida tonilganligini ko'rib olaymiz. 1914-yili yozda Bahovuddin Bayning g'ayrati bilan ustun atishda echilgan Uyg'ur ma'arif tarixidagi tunji pedagogik maktabi Qashqa Darul Muallimining bosh muallimi Ahmad Kamolni va uning ma'arif harakatini qo'llash yoki qarshi turish masalasida Qashqadagi ulamolar va boy-boyvachchilar dastlabda ikki guruhga bo'linib ketgan. Abduqodir Damollam, Bahovuddin Bay, Shamsiddin Damollam, Mahmud Damollam, Zerib Qarajim, Abduqodir Hajim, Abdug'ofiraxun Mahdum, Nuruzzoda Haji Muhammad Ali, Obul Qosim Damollam, Abdukerimxon Mahsum, Hozikalan Haji Islom Damollam qatorliq kishilar qo'llaydigan guruhni, Ömer Bay, Selim Damolla qatorliqlar qarshi turadigan guruhni tashkil qilgan. Qarshi turadigan guruhlar Rus konsulxonasi va aksiyatchi yerlik amaldorlar bilan birlashib bu kurashda kuchlik o'rinda turgan. Ahmad Kamol shu chog'dagi ahvollar to'g'risida Baysaqliq Mahmud Axun Damollam bilan Abduqodir Damollam apandilar qorong'u kechida chaqqan chaqmoqdek chiroyli va ma'nilik so'zlari bilan ular o'chirmoqchi bo'layotgan ma'arif mash'ilini chaqnatish uchun ko'p tirishdi deb yozgan. Ammo xalqning ishki qismidagi bu ziddiyat nihoyat tezli murassa holatiga kelgan. Chunki Qashqaning eng obro'li bosh qozisi Hoji Islom Damollam jadidlikni qo'llash maydonida turgan. Shunga 1915-yili 4-oyning 28-kuni Qashqaga kelgan Noshirvan Yaoshev Qashqadagi o'zgarishlardan mamnun bo'lib, bultur yangicha ma'arifni cheklab jadidchilarni kofir deb atagan Qashqaning damollilari bu yil hammasi o'zgaribdi. Yangicha ma'arifga qarshi turg'uchilarmi bunda qaltis natijalarni ko'rib o'z yordamlarini atabdi deb yozgan. Qashqada yarim yildek turib oqartish faoliyatlari bilan shug'ullangan Odil Hikmat Bey qatorliq turkiyalik ziyolilar 1915-yili 4-oyda yozgan xotirasida madrasalardagi o'zgarish to'g'riliq mundoq degan. Qashqaliklar bizga shu qadar muhabbat bog'ladiki, bir deganimizni ikki aytqizmaydi. Madrasa toliblari bizdan geometriya darsi elishni orzu qiladi. Qashqadagi bu o'zgarishni muqarrar deb qarashga bo'ladi. Chunki Qashqa 2000 yildan ortiq tarixga ega qadamiy shahar bo'lish sifati bilan ilm ma'rifat mash'allari necha qitim lavuldab yenib necha qitim xiralashgan edi. Ma'rifat an'anasiga boy bu qadamiy shaharning ziyrak tirishdan xalqi zamon taqozo qilgan, millat muhtoj bo'lgan foydali ilmlarga intayin tez yetishadi. Shundoq bo'lg'achqa ayni yillarda Qashqaga kelgan germaniyalik Von Likok agar yaxshi maktab bo'lgan bo'lsa, tug'mi talantliq bu millat cho'qim ushqandek olg'a bosar ekan deb tan olgan.
Ammo har qanday shakldagi islohotga dushmanlik pozitsiyasi tutadigan Yang Zengshin hukumati taraqqiyot yo'liga tashlangan har qanday qadamni ko'rishni xohlamaydi. U o'zining savalliklardan xotiralar, istig'for hujrasidagi xotiralar, savalliklardan saboq elish uchun Laozi ta'limotini o'qish qatorliq bir yurish qo'l yozma xotiralarida mundoq deb yozgan edi. Xalqni idora qilishning ta's bo'lishi bilimliklarning ko'p bo'lganligidan bo'lgan. Ahli xaloyiqning bilim o'rganmasligini umid qilaman. Bilim orqali elni idora qilsa davlatga ofat keladi. Xalqning bilimi oshgan siri ular yo'q yerdan putoq chiqarib yomon ishlarni o'ylaydigan bo'lib qoladi. Vaqa paydo qilib davlatni malomatdan qilishdan bosh tortmaydi. Hunar texnikasi bor odamlardan biri ko'p bo'lsa, davlatga ofat keltiradigan odamdan biri ko'payadi. Jahondagi beg'arazlikni ko'pincha aqllik odamlar qiladi. Maktablar yaxshi emas, o'quvchilarga yomon ta'limotlar orqali foydasiz urug'larni tarqitadi. Shunga barliq maktablarni bekor qilib tashlamay bo'lmaydi. Men odam ishlatishda nodon kishilarni ishlatsam ishlatamanki, hargizmi aqllik, bilimlik kishilarni ishlatmayman. Yang Zengshinning xotirasidagi bu bayonlardan biz Jungo xalqi tushmutishdan o'yg'inib yuksak zamonaviylish davri hisoblangan 20-asrga qadam qo'yayotgan sharoitda uning naqadar aksiyatchi feodal ideyani angushtar bilib hokimiyat tutayotganligini ko'rib olaymiz. Mana bu 20-asrning beshida diyorimizga 17 yil hukmronlik qilgan bir siyosiy sehrgarning bexutlashtirish taktikasidir. Yang Zengshin bir necha yil ichida o'ziga qarshi harbiy va inqilobiy kuchlarni pak-pakizi yo'qotib, o'zining o'rnini mustahkamlab olgandan keyin zaharxanda nazarini yerlik xalq ichidagi ilg'orlik faoliyatlariga va bu faoliyatning avangardlariga og'dirdi. Şinjan'da hokimiyat yürgizgen 1912 yıldan 1928 yılgacha bo'lgan 17 yil jarayonida xalqni nodonlikda qoldirib boshqarish siyosatini yo'lga qo'ygan Yang Zengshin, Yiroq Sharqdan keldim bu yoqqa, ching saqlab turaman g'arbni, qoldiraman bilimsiz nodonlikda, padişahqa bo'ysundiraman xalqni degan aksiyatchi siyosiy aqidasini izchillashtirib, koni ma'arifni qo'llab yangi ma'arifni kuchining boricha to'sqan. Ayni yillarda islom dinidan saboq beradigan diniy maktablarning ko'pinchisini oxullar ochgan bo'lib, bu maktablar ibtidoiy darajalik maktab, yuqori darajalik maktab deb ikki xilga bo'linadi. O'quvchilarga diniy qoida, diniy aqidadan saboq beriladi. Namozning oyatlari o'rgatiladi. Fan madaniyat bilimlari o'rgatilmaydi. O'rganish usuli o'lik holda yodlash bo'lib, ma'nosini bilish talab qilinmaydi. Yang Zengshin bundaq maktablarning hammasini rag'batlantirgan edi. U Şinjanni Laozining donolarni e'tiborlamay, nodonlarni e'tiborlash nazariyasi bilan idora qilgan. Şinjanning Mingo davridagi tarixiy degan kitobda yozilishicha, u Laozining nodonlarni e'tiborlash nazariyasini yo'lga qo'yganligi uchun Şinjanning madaniyat ma'arifining uzoq mezgil qaloq holatda turish vaziyatini keltirib chiqargan. Yang Zengshin istig'for hujrasida o'qilgan Laozi xotiralari, savalliklardan xotiralar degan kitoblarida Laozi ta'limotiga qayta cho'qinib nodonlik afzal degan ideyani targ'ib qilgan. Uning bundoq qilishdagi maqsadi Şinjanni go'mishlar dunyosiga, Şinjan xalqini bilimsiz ibtidoiy odamlarga aylantirib, shu orqali o'zining millatariy hokimiyatini saqlab qolish edi. Shundaqli xalqni xat yozolmaydigan, kitob o'qiolmaydigan, nodonlik va o'yin kulki bilan yashaydigan, farosatsiz xalqqa aylantirib o'zining xotirjam boshqarishini ishga oshirish uchun edi. Shunga oxirgi hisobda Eksaqda qurilgan Darul Muallimin maktabi zo'rliq kuch bilan taqib etilgan. Qo'llaydigan guruhdagilar amalsiz qolgan. Buningdan qattiq echingan Noshirvan ya Oshef mundaq yozgan.
Oldingi yillari mashhur jamoat arboblaridan Musa Boyevlarning tirishchanligi bilan Qashqarda yangicha ta'lim-tarbiya maktabi ochilgan edi. Bu maktab 5-6 yil davomlashgan bo'lsa, 6 shahar uchun boshlang'ich maktab o'qituvchilari yetishib qolgan bo'lar edi. Lekin bu baxtsiz xalq shu birdan-bir ilmiy o'rinni tutib turolmadi. Albatta bu maktabning taqilishida Yang Zingshinning razil qo'li hal qilg'uch rol o'ynagan. U turklar oyat o'gitish nomi bilan qudratqulluq qilsa, uning yoshirin ofatini tasavvur qilish tas degan ham 1917-yili Ahmad Kamolni kuchog'i surgun qilgan. Keyin kuchadimi to'xtatmay udul Urumchiga yalab apag'uzib Urumchi turmasiga 2 yil qamagan. Shuning bilan Uyg'ur yangi ma'arif harakati tarixidagi bu strategik qadam manziliga g'albalik yetanmagan. Shu sababli Uyg'ur yangi ma'arif harakatining taraqqiyoti 20 yil kechikkan. Eksaqdagi Qashqa Darul Muallimin maktabining fojialik oqibati Qashqadagi jadidlik harakatlariga qattiq zarba bo'lgan. Jamiyat ansizlik ichida qolgan. Bu yillarda Sharq va G'arbdagi barliq ellarda taraqqiyotga, yangi madaniyatga yuzlanish, hukumat harakati orqali dag'dug'uliq amalga oshirilayotgan bo'lsa, Şinjan'da dal buning ta'tirisicha Yang Zingshinning nodonlikda qoldirib boshqurishdek razil siyosati sababidan Qashqa, G'ulja, Turpanlarda yangidan ko'z ochgan ma'rifat buloqlarining ko'zi rahimsizlik bilan tindirilib, jadidlik harakatlarga rivojlanish imkoniyati berilmagan. Ammo jahon miqyosidagi olamshumul o'zgarishlar Qashqada Abduqodir Domollam boshlagan jadidlik harakatlariga tarixiy xarakterlik sakrash fursati ato qilgan. 1914-yili 7-oyda mashhur Sarayev voqeasi sababidan portlagan Birinchi dunyo urushi misli ko'rilmagan darajada keng ko'lamlik urushga aylanib 4 yil 3 oy davom qilib 1918-yili 11-oyning 11-kuni oxirlashgan. Bu qonliq urushda Amerika bilan Yaponiya mo'ljarligisiz foyda olgandan boshqa urushga qatnashgan barliq davlatlar ig'ir ziyon tortgan. Char podshoh mustabid hokimiyati eng boldir g'ulab tushgan. 1917-yilning ichida Rossiyada 2 qatim zo'r inqilob bo'lgan. 2-oydagi fevral inqilobi orqali Petrogradda vaqtli hukumat qurilgan. Vaqtli hukumat o'lim jazosini bekor qilgan. Char podshohlik tuzumiga qarshi barliq kishilarni umumiyuzlik kechirim qilgan. Ommaviy yig'ilish, namoyish o'tkazish, gezish jurnallarni nashr qilishga ruxsat qilgan. Barliq siyosiy partiyani e'tirof qilgan. 1917-yili bahorda Rossiya vaqtincha dunyodagi eng erkin davlatlarning biriga aylangan. Shu yilining oxiri bolsheviklar oktyabr inqilobini qo'zg'ab hokimiyatni fevral inqilobi orqali qurilgan vaqtli hukumatdan tortib olgan. 1917-yildan 1921-yilgacha bo'lgan oralikda Rossiyada Lenin rahbarligidagi markaziy hukumat intayin ojiz ahvolda turgan. Rossiyadagi o'zgarish va inqilob tabiiy holda bir asrdan buyon Rossiyaning tomir changilida turib kelgan O'rta Osiyo o'lkalarida o'zlarining siyosiy istiqbolini nazarga olgan milliy harakatlarning jo'sh urib rivojlanishini keltirib chiqargan. Char Rossiya tavasidagi barliq musulmon Turkiya xalqlar rayonida mustaqillik harakatlari paydo bo'lishga boshlagan. Ko'p yillardan buyon ichki ishlarda erkin, ammo tashqi ishlarda Rossiyaga bog'lanib turayotgan beqinda xalq Xiva xalqi bilan Buxoro amirligimi o'zining ichki tashqi ishlariga o'zi ega bo'lish yo'li ustida izlanishga kirishgan. Jadidchilardan tashkil topgan yosh Buxoroliklar va yosh Xivaliklar tashkiloti jo'shqin hayotiy kuchini namoyon qilgan. Ular O'rta Osiyoning O'rta Osiyoliklar tarafidan idora qilinishi to'g'risidagi qarashni targ'ib qilgan. O'rta Osiyo xalqlarining ilg'or ma'naviy dohillari O'rta Osiyodagi ijtimoiy va siyosiy faoliyatlarga yetakchilik qilish maqsadida
1917 yılı 3. aylarda bir yerga yig'ilib ko'p sondagi a'zolar jadidchilardan tashkil topgan islom shurosini qurib chiqqan. Bu partiyaning sekretarligini O'rta Osiyo jadidlik harakatining avangardlaridan biri bo'lgan Munavvar qori ustiga olgan. Ular darhol harakatga kelib O'rta Osiyo tavasida bir qurultoy chaqirishni qaror qilishgan. Qurultoy tayyorliklari tamomlanib 1917 yılı 4. ayning 17 kuni Toshkent shahrida 440 nafar vakil qatnashgan tunji qitimliq O'rta Osiyo musulmonlar qurultiyi chaqirilgan. Bu qurultayda Rossiyaning kelgusi ijtimoiy tuzumi va O'rta Osiyoning bu tuzum ichidagi o'rni hamda Rus ko'chmanlarga tarqitib berilgan yerlarning ahvoli to'g'risida degandek bir muncha temalarni asos qilgan holda muzokara uyushtirilgan. Qurultayga qatnashgan vakillarning hammasi degudek jadidlikni himoya qilishadigan kishilar edi. Uzoq o'tmay qozoqlardan chiqqan mashhur jadidchi Mustafa Cho'qay o'g'li rahbarligidagi Qo'qand muxtoriyati qurilgan. 3 oyga yaqin hokimiyat yurgizgan bu hukumat 1918 yılı 2. ayning 18 kuni Qizil gvardiyachilarning qurolliq bostirishi bilan ag'dirilgan. O'rniga Turkiston Avtonom Sovet Sotsialistik Cumhuriyeti qurilgan. O'rta Osiyoda to'xtovsiz siyosiy o'zgarish va turli ijtimoiy inqiloblar yuz berib, dag'dug'isi jahonni bir olgan mo'shi yillarda Qashqadagi buruqtirma vaziyatdan ichi siqilgan g'oya orzulari amalga oshmay taqazza bo'lgan Abduqodir Domollam O'rta Osiyoga yana bir qitim safar qilgan. Bu qitimqi safarning vaqti 1918 yilidan 1921 yilgacha bo'lgan. Bu jarayonda Abduqodir Domollam O'rta Osiyo o'lkalaridagi o'zgarishlarga yaqindan diqqat qilgan. Her qaysi siyosiy guruhlarning muddao maqsadlarini tahlil qilgan. Bolsheviklar haqidagi tushunchisini oydinlashtirgan. Shu jarayonda O'shda bir o'zbek ayolni amriga elib Abdullah ismli bir o'g'il farzand ko'rgan. 1921 yili Rossiya tuprog'ida bolsheviklar hokimiyati mustahkamlanib, xalqarodagi cho'ng davlatlarning e'tirof qilishiga erishgan. O'rta Osiyodagi o'xshashmagan siyosiy qarashdagi faoliyatchilar, bir qism dongliq diniy zotlar va mol-mulki ko'p boylar turli o'y-xiyollar bilan qo'shni allarga qarab yo'l olgan. Abduqodir Domollam bo'layotgan o'zgarishlardan bolsheviklar hokimiyati ostidagi O'rta Osiyo o'lkalarining navbatdagi kelajagini ko'rib yetgan. U O'rta Osiyodagi 3 yilga so'zilgan ko'zitish, kutish, o'ylanish hayotini oxirlashtirib, O'shdan Qashqaga qaytib kelgan. Abduqodir Domollamning Qashqaga qaytgandan keyingi faoliyatlaridan uning ilgirki ma'rifatchilik g'oyasiga ega jadidchidan ijtimoiy kurash irodasiga ega kaskin amaliyotchiga aylanganligini aniq ko'rib olg'ili bo'ladi. Uning Qashqaga qaytib kelgandan keyingi faoliyatlari xalq orasida rivoyat tusini olgan. Uning ta'siri yuqori chakka yetgan. U xalqning qon tari badaliga yashayotgan taslimchi mansabdorlarga, jaholat homilari bo'lgan makkar ulamo eshonlarga, mol dunyo to'plashdan boshqani o'ylamaydigan oshko'z boylarga qilchi yuz xotira qilmay murassasiz muomala qilgan. Qashqadagi xristian din tarqatquchilarga qarshi kayfiyatni amaliy harakatga aylantirib, Uyg'urlarning siyosiy tarixidagi tunji namoyishni tashkillab, ommaviy norozilik harakatini qo'zg'agan. G'arb xristian din tarqatquchilari, missionerlari Qashqaga 1892 yili qadam qo'ygan. Shvetsiya bosh diniy jamiyatining Kavkaz rayonida din tarqatayotgan missioneri Höyjer Rossiya bilan Turkiya o'rtasidagi urushda asirga tushgan turkiyalik Armen Yohannes Avetaran At degan shogirdini agashtirib 1892 yili Qashqaga kelgan. Billi kelgan turkiyalik Armen turk tilini biladi ham asli islom diniga e'tiqod qiladi. U Kavkazda Höyjer bilan tanishib xristian diniga e'tiqod qilgan edi.
Uning turk tilini bilishi va islom dini bilan pishiq tonishliqi Öjirni qiziqtirgan. Öjir Qashqaga kelib vaziyatni ko'zatib qaytib borgandan keyin Qashqani O'rta Osiyodagi birdan-bir din taqitish nuqtasi qilib bekitgan. Orqatilli bir ömek tashkillanib Bögberg degan popning yetakchiligida 1894-yili 2-oyda Qashqaga yetib kelgan. Ularning 10 yildan ortiq eppagan e'tiqod o'zgartish tirishchanligi islom dini intayin cho'nqur yildiz tortib ketgan Qashqada hech qanday unum bermagan. Ular Qashqa xalqini diniy e'tiqodini o'zgartib xristian diniga e'tiqod qildirish uchun bevosita tashviqot ep berishning oqmaydiganligini his qilgan. Shuning bilan 1906-yili Qohirada ochilgan gospel yig'inining ro'yi bo'yicha doktorxona, maktab, dorilatam echish, shu orqali davolash va tarbiyalash yo'li bilan unumga erishishni o'ylagan. Bu nuqtani shvetsiyalik Gunnar Jarringmo aniq ko'rsatib, doktorxona xizmati bilan ma'arifni yo'lga qo'yish din tarqatquchilarning vazifasi uchun yo'l rastlash, ko'rik selishdan iborat edi deb yozgan. Tüp mahiyetidan aytganda Şivit missionerlarining islom dini va madaniyati cho'nqur yildiz tortgan bu rayonda xristian dinini tarqitishga kirishishi hamda yerlik Uyg'urlarning islomiyat aqidasi bilan zich yo'g'rilib ketgan an'anaviy madaniyati va qimmat qarashlarini o'zgartishga urinishi madaniyat tajovuzchiligidan boshqa narsa emas edi. Ular din tarqitish xizmatini sabrchanlik bilan ishlagan. Egi chaqsiz yetim balalarni beqib tarbiyalash orqali bara-bara e'tiqod o'zgartish xizmatida unumga erishgan. 1920-yillarning oldi kaynida ularning maktabiga boradigan o'quvchilar soni 100 dan eshib ketgan. 1923-yili eng yuqori chekka yetib 200 dan oshgan. Abduqodir Damollam xalqning 1000 yildan oshgan aqida e'tiqodi xrisqa dush kelgan moshundaq jiddiy paytda ko'krak kerib o'ttiriga chiqib, xalqning aqida e'tiqodini chingitish, diniy kimligini his qildirish, navbatdagi krizisga qandaq taqobil turish to'g'riliq fursat yor berganligi so'rinda tashviqot tarbiyani kuchab qanot yaydirgan. Oldi bilan shogirdlarning qalbiga missionerlarga qarshi g'azab yolqinini tutashtirgan. Har kuni namozdigardan keyin hayitgoh jamoasida amir ma'ruf munozara so'rinlarini o'yishtirib, vaz tabliğ qilib g'ofil xalqqa uzuksiz tashviqot targ'ibot etgan. Mutaassib ulamolar bilan munozara qilib, o'zining kamolatga yetgan munozara qobiliyati va haqqoniy so'zlari bilan ularni mat qilgan. Tor doiradagi yumshoq ibodatlarni ado qilish bilan qanoat tuyg'usiga cho'mib, xotirjam yashashga odatlangan mos-mos mollamlarga nafratlangan Abduqodir Damollam, ularning ibodatni to'limi yuza tushunib beparvo kun o'tkazishlariga chidab turolmay, yolqinlik nutqlari bilan ularga burchini tonish to'g'riliq nasihat qilgan. U aniq qilib olimlarimiz zimmisidagi vazifasining eg'irligini tonib, yaxshi amallarni xaloyiqqa aynan yetkazsin deb ko'rsatgan. Abduqodir Damollam yurt kattalari bo'lgan bexil baylarga Qashqa ko'chalarida sarson sargardon bo'lib yurgan bolalarni, gulohlarda kulgi ko'milib yotgan yetim yestirlarni qanot ostiga elish, ularga saxovat dostixinini yeyib qarindoshlik majburiyatini ado qilish haqida yo'l ko'rsatgan. Abduqodir Damollam ularga o'zimiz yurtning ko'zi, xalqning beshi bo'lib turug'liq xalqni baxt saodatga boshlab mangmasdan butun ishtiyoqimiz bilan shaxsiy topavat yo'liga mangsak, qo'lga kirgan tilla tangilarni avrazga ko'mib xotirjam yozsak, istiqbolimiz to'g'risida zarracha qayg'urmasak, kelgusi avlodlarimizga nima deb javob beramiz? Ularning oldida osiy gunohkor bo'lib qolmasmizmi? Afsuski biz g'amxo'rlik qilmay ko'chaga tashlavatgan bolalarimizni Yevropadan kelgan muxolifatchilar o'z qo'yniga tortmoqda. İngiliz shvetslar qandaqdir shifoxona qurib davolash yo'llari bilan aqida o'g'irlamoqda. Ular bizning bolalarimizga bir misqal ta'sir ko'rsatishga ko'zi yetsa, ayonmasdan 100 sarlab tanga sarf qilmoqda. Biz bo'lsak bolalarimizni ko'chalarga tashlab o'zimizdan yiroqlashtirmoqdamiz degandek jarongli xitoblarni qilgan.
Nasihati omma nomliq mashhur asrini qayta bostirib keng turda tarqatgan. U bu isil asrida xalqqa mundaq murojaat qilgan. Bu zaman g'aflat va beparvolik zamoni emas, uyg'onish va sezgurlik zamonidir. Johillik va nodonlik davri emas, ilm ma'rifat davridir. Susluq va bekorlik vaqti emas, tirishish va g'ayrat vaqtidir. Boshqa millatlar ilm va ma'rifat sohasida havoda uchib parvoz qilmoqda. Suv ostida bo'lsa xuddi quruqlikda yurgandek erkin uzishmoqda. Biz texi g'aflat uyqusida yotmoqdamiz. Uyqu o'limning birodari va muqaddimasidir. Bu holatda doim uxlamoq, yo'q qilish va o'lim yo'lidir. Hali ham vaqt va fursat bor. Programma xarakterlik bu asar ayni vaqtda zilzila xarakterlik unum paydo qilgan. Bu asarning ta'siri bilan kishilarda milliy ong uyg'onishga boshlagan. Ilgirki ma'rifatchilik ruhi bu mezgilga kelganda siyosiy ongning shakllanishi bilan texmi beyigan. Qisqasi, Abduqodir Domollamning zo'r tirishchanlik ko'rsatishi natijasida Qashqa tavasida emas, balki butkul Tarim vodisida yangicha kayfiyat borliqqa kelgan. Kishilar yangilik ma'rifat haqida emas, vatan va millatning taqdiri ustidimi o'ylashadigan, so'zlashadigan bo'lgan. U Husayn Xon Tajalli, Bahovuddin Musabayev, Shamsiddin Domollam, Sobit Abdulboqi Kamoli, Qutluq Shavqi, Hoji Muhammad Ali qatorliq mashhur ma'rifat oshinolarning bir niyat bir maqsadda hamdamda bo'lishi natijasida yangi bir avlod pidokor shogirdlarni tarbiyalab chiqqan. Mushu mezgilda Qashqada yosh qashqaliklar nomida bir turkum jadidchi ruhdagi ziyolilar borliqqa kelgan. Ularning turli ijtimoiy faoliyatlari Qashqada yangi jonlanish manzarasini paydo qilgan. Qog'iliqda turib Qashqadagi o'zgarishlarga yaqindan ko'ngil bo'layotgan dongliq adib Husayn Xon Tajalli, Abduqodir Domollamning qo'lida o'qiyotgan gumiliq shogirdi Abdujelilga yozgan she'riy maktubida g'ozining g'ayratidan tug'ilgan g'avg'olarni yezib turgan deb topilgan. Buningdan Abduqodir Domollamning Qashqadagi islohot faoliyatlarining ayni chog'da Uyg'ur jamiyatida bir qiziq tema bo'lib qolganligini ko'rib olib bo'ladi. Ayni yillarda, ya'ni 1920-yillarning 5-ida Qashqarning vaziyati intayin murakkablashib ketgan. Ayni vaqtdagi kuchli Rossiya imperiyasi yo'qolib, uning o'rniga chiqqan bolshevizm hukumati teg'i qo'shni davlat va rayonlarga tahdid va ta'sir ko'rsatgudek kuchni hozirlamagan edi. Bu fursatni ching tutgan Britaniya hukumati o'zining Janubiy Shinjongdagi, jumladan Qashqadagi ta'sirini oshirish maqsadida jiddiy harakat qilyotdi. Demak, Britaniya kengaymichilarining Shinjongga bo'lgan singib kirish qora niyati, Shinjongni o'zlarining ta'sir doirasi ichiga elish urinishlari Qashqa vaziyatini nihoyat murakkablashtirib etgan. Ammo Abduqodir Domollamning vatanparvarlik, millatparvarlik faoliyatlari ularning kutmagan yeridan chiqqan.
1924-yili Abduqodir Domollam har qaysi madrasalardagi taliblarni tashkillab, Shved din tarqatquchilarining harakatiga qarshi namoyish tashkillagan. 1936-yili Nanjingda nashr qilingan Zingbunvu tarafidan yozilgan Jungoning g'arbiy yurtni idora qilish tarixi degan kitobda yozilishicha, Mingoning 12-yili Qashqadagi cho'ng mufti Abduqodir Domollam xristian kuchlarning Shinjongda yamrab ketayotganligini nazarda tutib, musulmonlarni uyg'otish uchun hukumatdan jurnal chiqarishga ijozat berishni talab qilgan. Lekin hukumat ruxsat qilmagan. Abduqodir Domollam tashviqot materiallarini yozib, taliblarga har qaysi masjidlarga chaplashga o'rinlashtirgan. Buni o'qiganlar nihoyat ko'p bo'lgan. Önümü çoğ boğan. Mana mushundaq ideyaviy qo'zg'atish natijasida Qashqadagi o'quvchilar plakatlarni ko'tarishib, shuar tovlab ko'chalarni aylangan. Missionerlarning tashviqot materiallarini ko'ydirib tashlagan. Bu ish Qashqani zilzilaga selib atgan. Qashqadagi Angliya konsulxonasi Shved missionerlari va Sovet ittifoqining odamlari cho'chib ketgan. Namoyish ko'tarilgan kunning ertesida Qashqa dotiyi Abduqodir Domollam, Mahmud Hojim, Yaqub Hojim boshliq 30 ga yaqin kishini 40 kun hapsiga solab qo'ygan. Yangzingshin hukumati ishni o'zining odatlangan usuli bo'yicha hal qiladiganlik to'g'riliq chet el kuchlariga va'da bergan. Jungoning feodallik madaniyati haqida cho'nqur muhokama yurgizgan mutafakkur adib Lushin apandi Jungoning feodallik jamiyatini odamxo'r jamiyat deb atagan. U Jungo feodallik jamiyatining negizlik illatlari haqida to'xtalib, Jungoning kona udumi shundaq, uqumishliq odamlarning qo'shiqida umuman qonxo'rlik omillari bo'ladi. Ular tutgan yo'li yotlarga har qachon o'lim yo'lini rastlab qo'yadi deb ko'rsatgan. Jungoning feodallik jamiyatining mahsuli bo'lgan makkar siyosiyon Yang Zingshin odamxo'rlikda uchiga chiqqan feodal amaldor edi. U ma'arifi yo'q millat dumko'mtirib qo'yilgan qozonning ostidagi qo'ng'izga o'xshaydi. Jahon mushu deb yurayveradi. Nodon xalqni boshqarmoq oson. Ularni qo'yga o'xshash xohlagan tarafga haydab ketgila bo'ladi. Shuning uchun men ularga ma'arifni bermayman. Ularning orasidan chiqqan har qanday iqtidorlik va aqlli kishini darhol nazarband qilaman. Bir bahona tepib yo'q qilaman degan edi. U o'zining Abduqodir Domollamdan iborat bu dono islohotchini yo'qotish maqsadini kaltib ham burnining uchini ko'radigan munofiq mijoz shaxsiyatchi boylar bilan hasadxo'r ulamolarning g'olchilik qilib moslashishi orqali amalga oshirgan. Qat'iy irodalik vatanparvar fidokor yo'lboshchi, mutafakkur islohotchi, o't yurak jadidchi Abduqodir Domollam 1924-yili 8-oyning 14-kuni tong saharda Qashqa shahridagi uyida yollangan qotil tarafidan qaslab o'ldirilgan. Uyghur xalqi uchun zo'r yo'qotish hisoblangan bu qotillik voqeasi
butkul O'rta Osiyoga pur ketgan. Qashqadagi ilg'orliqqa moyil kuchlar turkumlab qo'lga ilingan. Bir qismlari Toshkent, Anjan, Qoraqo'lga, bir qismlari G'o'ljiga, yana bir qismi Shanxay, Tianjinga qochib qutulgan. Abduqodir Domollamning fojialik o'limi sababidan Qashqa xalqi cheksiz qayg'u hasratga cho'mgan. Tajalli qutliq shavqi Mamtila apandi, Shamsiddin Domollam qatorliq shoirlar azobliq hissiyoti bilan marsiyalarni yozgan. Abduqodir Domollamning ixlosmand shogirdlari hasratlik qo'shoqlarni to'qishgan. Eting bakmu chiroyliq, Abduqodir emasmi? Xalqimizga yo'l boshlab, umring o'tgan emasmi? Domollam shahid bo'ldi, yotar joyi behish bo'ldi. Domollamga Qashqalik ko'p yig'lab behush bo'ldi. Uyg'ur xalqining hozirgi zamon ideologiyasining shakllanishiga ulsag'an, jadidlik ideyasini Uyg'ur jamiyatiga unumlik yetkazib, tunji islohot harakatini qo'zg'agan bu ulug' yo'lboshchining suiqasdga uchrashi xalqimizning milliy hayotidagi ziyini haqiqatan zo'r tarixiy terrorlik edi. Bu zo'r yo'qotishni go'yo olim Abdushukur Muhammad Imin aytgandek, kishini asrlab o'ylantiradigan ham vijdon nafratini qo'zg'aydigan fojia bo'ldi deb xarakterlashga bo'ladi. Bu fojia bizni shuning uchun asrlab o'ylantirdiki, Saidiya xonliqidan keyin 300 yillab davom qilgan jaholat tutaklari ichida o'lim uyqusida uxlab kelgan g'ofil xalqqa bu holatda doim uxlamoq yo'q qilish va o'lim yo'lidir deb ta'xirsiz hissiyotda tunji bo'lib jarangliq xitob qilgan azamat Abduqodir Domollam edi. Kallasida zamonga loyiq hech qanday bir ong tushuncha yo'q nodon xalqqa ma'rifatchilik, milliyatchilik ingini ang dastlab singdirgan munavvar olim Abduqodir Domollam edi. Siyosiy va iqtisodiy imkoniyatlari bakmi töven holatdagi tushkun Uyg'ur jamiyatida yangilash va gullanish ideyasini taratgan tunji islohotchi Abduqodir Domollam edi. Abduqodir Domollamning qasdlanishidan iborat bu fojia shuning uchun bizning vijdon nafratimizni qo'zg'aydiki, asrlardan beri nodonlik, qashshoqlik, tushkunlik, chechilang'uliq ichida tipirlab kelayotgan bir xalqni sagaklik bilan yashashga undigan, yangilikqa yetaklagan, insoniy qadr-qimmati bilan yashashga da'vat qilgan, adolat va saodat yo'li ustida izlanishga chaqirgan bir dono yo'lboshchini, kallasi feodal ong ideya bilan to'lib ketgan aksiyatchi mansabdor Yang Zingshinning ko'zini mitqinmasdan yo'q qilib etganligidir. Bundaq haqqoniyatsizlikni feodal podshohlik sharoitida ko'rilgan bo'lsa tushunishga bo'lsa-mu, 4-maydan keyin Jungoni qoplagan yangi madaniyat harakati sharoitida qabul qilg'ili bo'lmaydigan nomussizlik deb aytishga bo'ladi. Bizning vijdon nafratimizni qo'zg'aydigan yana bir sabab shuki, Abduqodir Domollamdek munavvar yo'lboshchini yo'qotgan razil dushmanlar ichida bizning hamoqat qarindoshlarimizning bo'g'alliqidir. Abduqodir Domollamning tuhfasi va ideyasiga zamonimizdagi tadqiqotchilar yuqori baholarni berishdi. Professor Azad Sultan Jangming Nur Muhammad zamonlar tuzgan 20-asr Uyg'ur adabiyoti tarixi nomli kitobda mundoq ko'rsatilgan. Abduqodir Domollam mashhur jamoat arbobi va ma'rifat faoliyatchisi. Shundaqla Uyg'ur hozirgi zamon adabiyotining asos sog'uvchilaridan biri. 20-asrning dastlabidagi Qashqani markaz qilgan holda ep berilgan ijtimoiy islohot va ma'rifat harakatida Abduqodir Domollam boshlamchi bo'lib o'ttirg'i chiqqan. Shundaqla u Uyg'ur ideya madaniyatining ma'rifat va adabiyot tarixida yangi bir sahifa ochgan.
Abduqodir Domollam Uyg'ur hozirgi zamon adabiyoti tarixidagi bir nurliq cho'lpon va yo'l ochquchi. Uyg'ur hozirgi zamon adabiyotidagi jahongirlikka, feodalizmga, nodonlikqa qarshi turish, ozodlik, erkinlik, barobarlik, taraqqiyot, demokratiya talab qilish iddiasi Abduqodir Domollamdan boshlangan. Yılı 1 ayının ahırı yazıldı. 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 Ahırı yazıldı.